Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her qaysı joylarida muhacirlikda, musafirlikda yaşayotgan aziz qarindoshlar. Bugün yani ekranda sizlar bilan jam boldik. Birlashish, hamkorlashish, ittifoqlashish degan bu shuarni nayt ko'p to'lidik. Ammo buning amaliyatini ko'rsatishimiz uchun bir qancha tashkilotdan ve teşkilatsız şəxslərdən tərkib tapqan bir grup olub bugün kən qarindaşlarımız ilə birlikdə bir söhbət elib barmaqçı boluyatımız. Bugünkü ciddi məsələlərini, bugünkü inçki nöqtələrini və bugün qılıbatqan xidmətlərimiz toğrusida qarindaşlarımız ilə həm söhbət bolumuz əziz qarindaşlar. Yəni bugün ekranımızda Şərq Türkistan Müstəqillik Hərəkətinin Təyərlik Komitetinin əzası bolğan Turməhəmməd Haşim, yəni Yaponiyadakı Uyğur cəmiyyətinin eyni zamanda reisi Turməhəmməd Haşim. Ondan başqa Şərq Türkistan Sürgün Hökuməti Taşqi İşlər Ministri Ablacan Leyliнаman akimiz. Ondan başqa Uyğur Akademiyası əzası Ali Pərvazçı qarindişimiz. Ondan başqa bugün təşkilatsız şəxslərdən birisi eyni zamanda Gollandiyada uzun müddət siyasi fəaliyyətlər ilə şug'ullanıb keyin Kanadaga ketgan. Bugün Kanadada bu yaqinqi yoshlar harakatida aktiv xizmat qilayotgan qarindoshlarımızdan Baxtiyar Şemşidin qarindoshlarimiz bilan birlikdə bugün hem siyasi sahnədəki kişilərimiz hem fuqarolar aralashgan bir o'pchi bir suhbat elib boramiz aziz do'stlar. Men oldi bilan so'zni Turməhəmməd Haşim əpəndiga bersəm, ya'ni Yaponiyada bir qancha kundan beri bo'layotgan faoliyatlar haqiqatan bizni xush qilyotdi. Yaponiyada o'tgan qatimliq suhbatimizda Yaponiyadagi harakatniki biroz jonsiz bo'layotganlik to'g'risida shikoyat qilgan edik, ammo Yaponiyadagi Uyg'urlar bununki naq aksicha o'zininki kuchini ko'rsatdi deb o'ylayman. Necha kundan beri Yaponiyadagi faoliyatlar intayin jonliq bo'ladi. Bu yerdagi faoliyatlar to'g'risida biroz to'xtalsa, undan keyin bir-birlab buni cho'rdigan asosda suhbatimizni davom qilsak deb o'ylayman. Marhamat Turməhəmməd Haşim doktor efendim o'zlariga so'z keldi. Rahmat Sencan Qarin. Bugungi bu suhbatni o'rinlashtirganimiz uchun sizga ko'p rahmat. Shundaqla bugungi bu mehmonlarimiz ismini atamay onlarga rahmat. Ondan keyin ekran oldidagi butun dunyodagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarga Yaponiya Tokiodan Allohning go'zal salomlari bo'lsin onlarga. Hozir Sencan Qarin deb o'tgandek Yaponiyada cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Yaponiyadagi Uyg'ur jamoatida. Biz 7-yanın birinci günü Yaponiya Uyghur cemiyetinin uğurlaştırışı bilen bir namoyish ilib bordik. Onunla Yaponiyadagi Uyghur cemaatidan hali qatnashib, o namoyishni yaxshi bo'ldi. 7-yanın 7-ci günü, yani tuni gün Yaponiyada biz Yaponiya Uyghur Birligi degan bizning tashkilotimiz var. Bu tashkilot 7-yanın 7'si namoyishni uğurlaştırdik. Bununla 120'den artıq Yaponiyadagi Uyghur qarindoshlar qatnashdi. Yaponlik do'stlarni qatnashib 190-200 ga yaqin odam qatnashib navbat namoyish bo'ldi. Endi Yaponiyaning bu biz Uyg'ur davası harakati jarayonida Uyg'urlarning bunchalar jiq o'tirib chiqib namoyishga yoki bizning faoliyatimizga qatnashishi endi en köp hesaplanılan bir qatimliq bo'ldi. Men Yaponiyadagi bizningki 5 iyul 2009-yili 5 iyul Urumchida shu namoyishni o'rlashtirgan qarindoshlarimizni, shahidlarimizni xotirlash va shundoqla Xitoyningki shu namoyishni qonli qirg'inchilik qilganlikni ayıplash to'g'risida elib borgan namoyishlarimizga ishtirok qilgan barliq
Uyghur qarindoshlarımga şu ekran orqali chin ko'nglimdan rahmat aytaman hammalarga. Va shundaqla dunyoning har qancha joylaridagi qarindoshlarımizga Yaponiyadagi jamoatningki mushu darajada safarbarlik kelib haqiqiy o'zining bir Uyg'urlik burchini bu qatim amaliy harakati bilan ko'rsatganligini anglashini bilishini men bu ekran orqali talab qilmoqchi va shuni yetkazmoqchi. Allah razı olsun. Yaponiya Hoş devam qilsizlar ondan keyin men so'z qildim. Endi Yaponiyaga biz Uyg'urlar mush ikkinchi dunyo urushi mavzusida bizning ustozlarimiz Mahmud Muidi va uning aksi Masud Muidi qatorliqlar Yaponiyaga kelib Sharqistonning mustaqilligini elib berish uchun Yaponiyadan yordam so'rab shu vaqtda Yaponiyada tunji qatim Uyg'ur harakatini boshlagan ekan. Lekin ikkinchi dunyo urushidan keyin Yaponiya urushda mag'lub bo'lib butunlay Amerikaning kontroliga o'tgandan keyin mushu yaqinqi zamongacha Yaponiyada bu Uyg'urlar ham yo'q, ham Uyg'urlarning faoliyati bo'lmagan. 2007-yili 10-oyda deyman. 2007-10-oyda Milliy rahbarimiz Robiya Qodir xonim tunji qatim Yaponiyaga safar qilib Yaponiyadagi bizningki bu Uyg'ur davosiningki birinchi qadamini xonim o'zining muqaddas oyog'i bilan besib buni ichib berdi. Shu 2007-yildagi shu Milliy rahbarimiz Robiya Qodir xonimning shu ziyoratidan keyin mana bugunga qadar bu Uyg'ur davosi va Uyg'ur harakati izchil Yaponiyada davomlashib kelyapti. Yani men o'tganki bu Hüseyincan Qarim bilan bo'lgan suhbatda deb o'tdim. Bizning Yaponiyadagi asosimiz asos jihatdan tutib bo'ldi. Endi biz Yaponiya parlamentida dunyoda kam uchraydigan Uyg'urlar yordam berish guruhimiz bor. Yaponiyaning yerlik parlament a'zolaridan shakllangan Uyg'urlar yordam berish yerlik parlament ittifoqi bor. Tashqi ishlar ministrligida maxsus bir odam bizniki Uyg'ur masalasiga mas'ul. Har qanday vaqtda bir ish bo'lib qolsa, masalan, Robiya Qodir xonim vizilish deymiz. Boshqa bir ishlar bo'lsa, darhol shu kishi bilan ko'rishib, biz nurg'un ishlarni shu kishi orqali yuqoriga yetkazish va hal qilish ishlarini qila olamiz. Albatta shunaqa bo'lsin, biz Yaponiyada nurg'un Uyg'urlarimiz duch kelayotgan nurg'un qiyinchiliklar bor. Buni maqatim jamoat o'tirib chiqqandan keyin albatta biz jamoat bilan birlashib hozir Yaponiyada qarindoshlarimiz duch kelayotgan nurg'un amaliy masalalarni hal qilishga biz yana davomli tirishchilik ko'rsatamiz. Va shundaqla dunyoning har qaysi joylaridagi bizning tashkilotlarimiz Yaponiyaga kelsa, biz albatta qo'limiz ko'ksimizda ularga hamkorlashimiz, yordamlashishimiz bundan bu jihatdagi hamkorlikni kuchaytiramiz inshaalloh. Rahmet, Allah razı olsun. Ablacan Leyla efendimning interneti biraz yaxshi emas herhalde. Onu telefonunu o'ngishib olganlikda men so'zni Baxtiyor Basan, Baxtiyor Shamshidin bugungi bir qancha kundan beri bo'layotgan Kanadadagi bu namoyishni biz ko'rib turyapmiz. Nihoyat qizg'in, yaxshi bir namoyishlar bo'ladi-da. U yerda bo'layotgan xizmatlar to'g'risida biroz so'z qilib bergan bo'lsa. Baxtiyor, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yani şu bugungi suhbatni o'rlashtirgan Husayn Tajalli efendim va boshqa dunyoning qaysi joylaridagi siyosiy faoliyatchilarimiz butun vakillar qatnashibdi bugun. Hammalar hoş geldinglar. Hammalarga ko'p rahmat. Bu bizning Kanadadagi faoliyatlarni qisqacha bir deb o'tay. Hozirgi dunyo vaziyatimizni hammamiz bilamiz. Dunyo vaziyatimiz xalqimiz qotgan zulmni qattiq ish ketyapti. Bu zulm haddan oshgan sari bizningki chet ellarda faoliyatlarimiz ko'payib bu yerdagi kerak yoshlarimizniki talablar bilan bizmi shu Amerikadagi bolalarniki
concentration camp'ni lagerini taqash uchun qonunni ma'qul qilish uchun ilib qo'ygan namoyishni qo'llab ularga hamdamda bo'lib mo'riga kirib bir kurash qilib boqayli buning bir natijasi bo'lamdiki degan talablar bilan bir faoliyatlarni o'rinlashtirdik bir qator. Ya'ni 6-oyninki 26'si biz bu maraton namoyishini boshladik. Amerika, yani Kanada, Montreal shahridagi Amerika konsulxonasi oldida. Amerika konsulxonasidan ki bayram munosabati bilan taqobliq 2 kunda shahar markazida qildik. Tarixdagi kültür festivalda davayimizni tanıtış, her xil milliy kültür ve siyasi teşvik faaliyetimizni yapalım. Bütün faaliyetlerimiz naiti g'albilik, naiti xo'shallarlik neticede bo'ldi. En ahırda faaliyetimizdenki yani 9. günü 7. ayının 5'i Ottawa'ga berip Ottawa'daki çoğunlukdaki namoyish qatnash yani canlandırış bilan ahırlaştı. Yani ahırlaştı demeyiz. Bu qitimki birinci qitimlik plan projektimiz ahırlaştı. İnşallah bundan keyin texnik ko'p planlar bilan harakat etib boramiz. Yani bu faaliyetlarning maqsad harakati butunlay vatanimiz uchun hozir birlik barobarlikni ishga oshirish uchun avval harakat faoliyat qilish. Bu bizdeki bu yerdeki yoshlarniki chiqqan pozitsiyamiz yani. Bu orqali bir natija qozonish cho'qim bir bizga biroz o'simi hozirgi zulmlarni yeniklash uchun bir xizmatimizni qilayotgan maqsadda bir qator faoliyatlar bo'lindi. Yani bunu şu yerlik teşkilladı mı yoki şu xalqimiz o'zidan yoshlar teşkillanib chiqdi mi? Bize hech qanday bir tashkilotga a'zo emas hozir. Hech qanday bir tashkilotni o'rinlashtirishim emas. Faqatla mishadiki yana hozirgi shu zulmlar ichida turamayotgan o't yurak jangovar yoshlarimizningki fikri bilan bularning qatnashish bilan ifoda yana bundan boshqa shaharimizdagi aktiv o't yurak hatto shu bizning Qozog'istondan kelgan vatanparvar millatparvar onalarimiz dadalarimiz qarindoshlarimiz ini singillarimiz hammasi naiti aktivdan ovoz qo'shdi. Bundan hech qanday bir tashkilot organ bular bilan bir munosabatimiz yo'q. Faqat biz o'tirib bir ulgu bo'lib birlik barobarlik asosida hech qanday bir ziddiyat bo'lmagan, hech qanday bir ko'z qarash jihatda farq nima bo'lmagan asosida faqat nishonimiz vatanimizdagi zulmni ya'ni shu kampni xalqimizdan ozodlik nishon undan boshqa aramizda boshliqmi yo'q, tashkilotmi yo'q. Faqat o'zaro ko'ngil bilan yig'ilgan yoshlarningki yig'ilishidagi o'rinlashtirishidagi bir faoliyatlar. Yani bu teşkilatın başka teşkilatlar çok mesela mevcut teşkilatlar var mı Kanada'da? Kanada'da mevcut teşkilatlar var. Asatlıkta Uygur Kanada Cemiyeti Batı bu teşkilat yani bir qancha yıldan buyon faaliyetleri biraz to'xtab qolgan. Çünkü yani bunun da bu teşkilatınki reis yoki teşkilat yönetimindeki adamlarını ayıpmaymiz. Yani bultunun burunqi vaqtlarda bu vatandagi masalalar bilan butun xalqimizni aytib qolsak bu teşkilatlar qo'llanmadi. Hech qanday orqada turilmadi. Shuning bilan bu teşkilatlar ma'murgan. Hozirgi navbatda Torontoda bir qancha tashkilotlarimiz bor. Bularni aktiv ovoz biz de ama faqatla faaliyetlerde özümüzden rolünü cari tutup başlığa üye oluşturmak. Rahmet. Yani hazır bulan mı başka devletlerde mi yüz beriyotidu mu şu teşkilatlarga bağlılık olmagan şekilde yaşlarının hareketi biraz baş götürüyordu. Şunun okşağında Kanada'da mı teşkilatlarga bağlanmasın şu yaşlar özanla götürülüp çıkıp özanla teşkilanıp teşkilatsız bir şekilde teşkilanıp namoyish qilib o'tishlar, shunaqami?
Şundaq. U yerdagi Endi bu jihatda u yerdagi tashkilotlarning qo'llashicha bu harakatni. Teşkilatlarımız qarşılamadi. Teşkilatlarımız tabii ki qo'llayapti. Endi bunga ya'ni bizningki bu maqsadmi? Hozir bizning da'vo odamlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz, liderlarimiz bularning hammasi vatanimiz uchun bir ish qilsak deydi. Ammo ba'zi bir shaxsiy ko'ngilsizliklar, ba'zi bir ishlar bilan mening tushuncham bu vatan millat ne bu shaxsiy ishlarga aralashib kelyapti. Bunga faqat ko'ngildagi har qanday bir shaxsiy ziddiyatni yoki shaxsiy ko'ngil og'rishlarni bu vatan millat davosiga aralashtirmasak, menimcha bu birlik barobarligimiz nihoyatda to'liq ishga oshirmaydi. Asos bizning bir chiqishmayotgan yoki o'zaro tashkilotlarimizdan bir-biri bilan fikr jihatda birlik kelmayotgan cho'ng bir alayda masala yo'q. Vatanimiz bir, dinimiz bir, tilimiz bir, xalqimiz bir, hammamizniki qilmayotgan nishonimiz, yaklaşıyotgan g'oyamiz o'xshash. Ammo faqatla ba'zi bir fikr jihatdagi ixtiloflar, o'zaro shaxsiy ziddiyatlar bular bilan bu o'tirdagi ya'ni ittifoqlik vujudga kelmayotdi. Şu an Amerikadagi bu bolalarmi hozir yosh bolalar bu yaxshi bir natijani olamiz deb chiqdi. Buningga ba'zi bir amdi tashkilotningki mening tushunchamda tashkilot liderlari, raislari qo'lladi, ammo tashkilotlarimizningki atrofiga yurgan ba'zi bir insonlarningki har xil ixtirof har xil fikrlar bilan bu o'tirda ziddiyat shaxsiy emas, tashkilotlar o'rtasidagi ziddiyatlarga aylanib ketdi. Shunga buni yo'qotish kerak, shunga yoshlar ulgurish kerak, ulgurib olib chiqish kerak. Chiqib bu hozirgi bo'layotgan ishni cho'qim bir birlik keltirib, butun millatimiz bir niyat, bir maqsadda birlikda kurash qila oladigan holat kelishimiz kerak. Hatto bu bizning vatan tilimiz faqat Uyg'urning masalasi emas. Biz Uyg'urlar birlik kelamiz, ammo bizning vatanda yashayotgan nurg'un bizning yerlik Turkiston millatlari va bularning chet el tashkilotlari va bularning nurg'un nufus va bular bilan birlik kelishimiz kerak. Butunlay mushu birlik oshganda, amalga oshganda hammamiz tang ya'ni qo'limizni bir-birimiz bilan tutisha olganda bu vatanimizningki ozodlik hurligidan cho'qim umid va hech qachon Xitoy bir kuchli bir davlat emas. Ya'ni biz dinga ishonguvchilar Allohning oldida hech qanday bir kuch bo'lmaydi hech qachon. Ammo hammasi bizningki Allohning buyruqlarini ijro qilishimizda birlik barobarligimizda qaraymiz. Shuna gapni yig'ib etsak, bütün tashkilotlarimizga bo'lgan umidimizmi bütün ziddiyatlarni, shaxsiy ko'z qarashlarni tashlab chiqib, birinchi o'zimizning dini, Qur'oni Karim, Alloh, ikkinchi vatan mushu nuqta nazarni o'tirib chiqib bir yerga kelsak kelalaymiz deb qarayman. Yoshlarning umidimiz shu. To'g'ri, haqning oqida bo'lish hech qachon bir ma'lum bir guruh yoki shaxsiyninki tarafı bo'lmaydi. Haq to'g'ri qayerda bo'lsa, shu yerda bo'lamiz. Rahmat. Men birozdan keyin bu Kanadadagi masalalar to'g'risida yana fikrlab so'rayman. Har holda Abdullajon Leylnaman apandininki internetda toza yaxshi bo'lmaganlik uchun uzilib ketdi bu o'g'ay. Men so'zni Alijonga bersam, Alijon aynı zamanda Uyg'ur akademiyasininki xizmatlari bilan yaqin turib birga ishlab qilayotgan bir shaxs qarindishimiz. Akademiyaning nurg'un faoliyatlari bo'ladi bu jihatda. Masalan, hozir bo'lib namoyish masalalarida bo'lsin, 5-iyul masalasi to'g'risida bo'lsin. Bu to'g'risida biroz akademiyaning xizmatlarini biroz o'tirib qo'yib boqamiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Ekrandagi barliq qarindoshlar. Yamonlarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Akademiya nomidan yamonlarga salomlarni yo'llaymiz. Akademiyaningki hamda Uyg'ur ziyolilar millatlarningki mingsi hisoblangan shunday bir harakatlanish kuch bo'lgan bir organ hamda buningda mas'uliyat va majburiyatni tunish ziyolilarniki bu hozirgi vatan millatning oldidagi bosh tortib bo'lmaydigan o'zini tunmush bo'lmaydigan bir shaklda kelib qolgan ahvol hamda
akademiya xizmatlari har yili o'tkazilgan bir qancha tur o'ziniki ilmiy emgaklar bor hamda. Har yili muhim bo'lgan o'tkazilgan ilmiy emgak bilan yig'inlar bor. Ularni shu vatan millatniki ziyolilarni tunishtirish ham shu har qaysi atrofdagi har qaysi davlatlardagi atrofdagi bo'lgan Turkiyada shu Uyg'urlarniki texnik tunishiga, to'g'ri tunishiga shundaqlar yordam berayotgan bir organ hamda. Ular odatda shu üntinsiz bu ziyolilar odatda üntinsiz bir orqa sepda bir xil xizmat qilib kelyapti asosan. Shuni ko'pinchalar ekran oldiga chiqib va yoki o'ziniki qilayotgan ishlarini oshkor shaklda bunda o'tirga qo'ymaydi nurg'un ziyolilar. Buni akademiya shu taraf boshliqlarni to'ldirib har yil o'tkazilayotgan shunday bir cho'ng yig'inlarni uyushtirish orqali bir Uyg'urlarniki ziyolilarni texnik shu vatan millat xizmatlariga o'zini atash, o'zini bag'ishlash shunday turtki bo'lib bir xizmatlarni ishlab kelyapti. Ma yaqinqi bu 5-yil voqeasi masalasi hozirgi namoyishlarga nisbatan cho'g'ningda bir xizmat bormi? Yani Amerika'daki başlangan namoyishlar butun dunyoda ulg'ayib qilinayotgan darajada. Bunga nisbatan akademiya bundaq bir harakatlarni qatnashdimi yoki shu o'zining xizmati bilan davom qilyaptimi boshqa ishlarni? Akademiya bu jihatda oshkora o'tirib tushib bundaq shaklda qilmadi, lekin orqa saf tarafdan qo'llab-quvvatlandi. Chunki ilmiy emgak jihatda shu davlatlarniki qaysi shunaqa materiallarni qilish hujjatlarni degandek ilmiy jihat qilyapti. Chunki ziyolilarniki siz ko'pincha o'qish orqali chiqqan hamda vatanimizdan. Ularniki izchil bu yerda o'qish orqali chiqqachqa ularning pasporti izchil iltijo pasport emas. Shu Xitoy pasport bo'lganligi uchun ba'zi ishlarda bular ehtiyot qiliqlar hamda. Shunga uch qashqara o'tirib chiqolmaslik va yoki o'zining emgaklarini man qildim deb o'tirib tashlamaslik bir shunday bir paspor ahvol bor. Lekin emgak qilyotdi. Hamma jihatdan orqa saf tarafdan qo'llash bo'lsin, shunday qo'llayapti hamda. Yaqindan beri men ko'rib turibman akademiyaningki Uyg'ur akademiyasining qilayotgan xizmatlarim burunga qaraganda silab ko'payyapti. Ya'ni bu siyosiy xizmatlarda bek ko'rinib ketmagan bo'lsa-mu, ammo mush ilmiy xizmatlarda mush hozir bayroq masalasi, masalan, bayroq Uyg'urlarning nopos masalasini birlikka keltirish, nopos nimasini, undan keyin bu davlat she'rininki birlikka kelishi degandek masalalarda kuchaytirdi. Undan boshqa nurg'un faoliyatlar bo'ladi. Allah razı olsun. Ben sözünü yana Tur Mehmet Haşim Efendim'e qaytırıp bersem, aslında Ablacan Leylinama Efendim'den bir qancha sözünü anlayalım desek ama bugün herhalde nemi bulmaya kaldı. Yaponiya to'g'risida biz bir qancha kundan oldin bir e'lon chiqargan bu bir jami masalasi to'g'risida nurg'un qarindoshlar 8-10 qarindishimiz biz bilan nem qildi bu aloqalashdi shu yerga menish to'g'risida. Undan keyin Yaponiyaga berib o'qish masalasimi yomonjiq o'tirib qo'yiladi-ku hozir. Chunki bu bizning beshimizdan og'irtayotgan bir masala. Ya'ni nurg'un qarindoshlarimiz xatizovdi Yaponiyaga berib o'qigan bo'lsak debchi. Balkim bugun fikrlarini o'tirib qo'yadigan qarindoshlarimiz bor. Mushu masalalarga bir to'xtalib o'tgan bo'lsa, bu sil biroz o'ng taraflariga bir qancha santimetr surilib qo'ygan bo'lsa, Tur Mehmet efendim. O'ng tarafdan. Sol tarafga. Sol tarafga. Yani kichikkina. Biz bu nima Ablacan efendim to'rdan chekinib ketgandan keyin bizning ishkironimiz biroz nima bo'lib qoldi. Bo'ldi. Xo'sh, so'z sizda. Bo'ldi, rahmat. Endi Yaponiya amaliyotda biz Uyg'urlar o'qishda eng ko'p kelgan bir davlat dunyoda. 1985-yildan tortib 2000-yilgacha naq 15 yildan do'q. Naq 15 yil Yaponiya shu xususiy universitetlar uyushmasi vardı.
Şu uyuşma her yılı 15'ten 25'gacha maxsus Şarkı Türkistan'dan şu Uygurlarni asas qilgan ziyolilarni Yaponiyaga taklif qilib, Yaponiyaningki şu xususiy oliy maktablariga o'rnashtirib, bularni tarbiyalab, shunaq bir fursat yaratib bergan. Şu sababdan 1985-yildan 2000-yili, şu 15 yil jarayonida 250 dan ortiq doktor Yaponiyada tarbiyalandi da. Endi bu millatimizga endi şu doktorluk unvonini olgan eng ko'p mamlakat şu Yaponiya bo'ldi. Nurg'un bizningki hozir mayli vatanimiz ichida bo'lsin yoki vatanimiz sirtida bo'lsin, tadqiqot so'rovlarda yoki siyosiy so'rovlarda hamma jihatda şu Yaponiyada o'qigan bizning ziyolilarimiz aktiv rol o'ynab kelyapti. Yaponiyaningki bu o'qish ma'rif sistemasi ham dunyodami intayin mukammal eng taraqqiy qilgan bir mamlakat. Ma'rifga qattiq ko'ngil bo'ldi. Yaponiya o'zimi dunyoda ma'rif ko'ngil bo'lganlik uchun ikkinchi dunyo urushidan burun shu Meiji inqilobidan keyin bular Asiyada eng birinchi bo'lib zamonaviylashni amalga oshirdi. Shu kuchaygani bo'yicha ikkinchi dunyo urushida bular Xitoyningki sharq shimol, hozirgi Manjuriyani besilib u yerga davlat qurdi. Undan keyin Nanjinggacha berib Xitoyni besib oldi. Keyin bu urushdan keyin Amerika bilan to'qinish bo'lib, oxiri ikki atom bombani yeb bular rasmiy urushdan yengilib, yana shu Amerikaning atom tashlashi, bombardimon qilishida shu xuddi qaqashib qo'zg'ib ketgan Yaponiyani yani yengilashdan hozirgi bir go'zal bir mamlakatni qurib chiqdi. Buningki butun shuna qila olishi bu bularningki ma'rifni millatningki davlatning taraqqiy qilishiga eng birinchi o'rin qo'yganlik sababidan bo'ldi. Shunga endi biz Uyg'urlar Yaponiyaga kelib o'qiy olsak, Yaponiyaningki shu mukammal ma'rif sistemasidan bilim ola olsak, albatta bizning millatimizga yana nurg'un ziyolilarimiz yengilashdan yetilib chiqadi. Shu bu jihatdan Yaponiyaning o'qishga keladigan har qanday bir millat, mayli Uyg'ur bo'lsin yoki boshqa chet elliklar bo'lsin, butunlay ishga ochiq. Endi bu yerda biz Uyg'urlar uchun bir qiynaladigan narsa birisi pasport olish masalasi. Endi nurg'un qarindoshlarimizninki, masalan, Turkiyada qarindoshlarimizning qo'lida pasport yo'q. Ba'zilar shu qochoq chiqqan, ularning qonuniy bir isbot yo'q qo'lida. Endi bunday bir qarindoshlarimizninki Yaponiyaga qonunli kirishi tashqi to'xtaydi. Chunki ular o'qishga iltimos qilsa-mu, qo'lida pasport bo'lmagandan keyin Yaponiyaning vizasini olish tez keldi. İkincisi Yaponiya bir qimmatlik mamlakat. Bu yerda xalqlarning maoshi yuqori bo'lg'achqa mal bahasi yuqori, anik o'qish puli qimmat. Shunga bu jihatda masalan Turkiyada, O'rta Osiyada bu davlatlar turmushga chiqqan qarindoshlarimiz bu yerdagi o'qish pulini ko'tarishga ojizlik qildi. Endi Yaponiyada hozirgacha shu maxsus Uyg'urlarni o'quvchi qabul qilish to'g'riliq bir yordam qilgan bir sistema shakllantirdi. Shunga Uyg'urlarmi boshqa o'qishga kelgan chet elliklarga o'xshashlar shu o'qimoqchi bo'lgan maktabiga o'qish puli topshirmasa bo'lmaydi. Lekin bu o'qish pulini qimmat bo'lg'achqa shunda Yaponiyaga o'qish kelish iqtisodiy jihatdan tashqi to'xtaydi. Mush ikki masalani biz hal qila olsak, albatta bundan keyin texnik ko'p qarindoshlarimizning Yaponiyaga o'qishiga shart-sharoit bor. Endi bu jihatda biz Yaponiyadan Yaponiya Uyg'ur birligininki qilmoqchi bo'lgan xizmatlarning biri shu birisi Turkiyadagi va boshqa davlatlardagi qarindoshlarimizni Yaponiyadagi shirkatlarga tanishtirib, Yaponiyada bir xizmat qilish fursatiga ega qilish.
Endi bununla biz işini başladık. Lekin bir mezgil ketip kaldı bununla. Bu şirketlerini tanıştırıp bularga. Bular qandaq adamga ihtiyacı var. Biz bu ihtiyacını qandaq qandıra alaymiz. Bunu halkımıza olmaydı. Hani ikincisi biz Yaponiya parlamentçilik bu Lados grupsuga teklif sunup şu pasport yok Uygurlarni qandaq qilib mush Yaponiyaning vizasini berish to'g'riliq xizmat ishlab qoldi deb o'ylashyapmiz. Endi bu meseleler biz bugün işini başlasak ertel olgan mesele emas. Yani bunun bir jarayon ketadi. Çünkü endi bu Yaponiya bir qonun memleketi bo'lgandan keyin endi hukumat qonun chiqarmasa nurg'un ishlarni siyosiyonlar aralashgan bilan hal qilolmaydi. Masalan bir siyosiyon Yaponiyaning tashqi ishlar ministrligiga bir telefon urib, Batur Mehmet Hashimning vizasi qilib turinglar desa, u siyosiyon Yaponiyaning qonuniga xilof qilgan. Agar buni media bilib qolsa, shu hukumat bunu e'lon qilib, bu siyosiyon davlatning ishiga aralashdi deb buni tanqid qilib, uning siyosiyonlik nimasini elib tashlaydi. Mushundaq bir mukammal qonun mükellef ketken bir memleket. Türkiye'ye o'xshamaydi. Türkiye deymiz, O'rta Osiyo deymiz, bu yerda qonun bor. Shuna qo'ysa, qonun bilan teng qonunni ma'nguzlagan odamlarning huquqimi hali bir qonunlarni bir qarib qo'yib, shu huquqlarning gapib turgan ahvollar bor. Lekin Yaponiyada bu mumkin emas. Hech qanday odam Yaponiyaning qonunining sirtida bir ishni qilib bo'lolmaydi. Qonun turg'izadigan parlament a'zolari qonun turg'izdi. Qonunni ijro qiladigan hukumat shu qonunning asosida hukumat belgilagan belgilar bo'yicha viza berish va boshqa ishlarni bajardi. U siyosiy hukumatning ishiga aralashmaydi. Hukumatmi siyosiyonga bu hukumatning ishiga aralashishga undaq fursat bermaydi. Şu biz Xitayda çoğulab Xitoydagi qonunning yo'qligi, AQShning borligi, mushunaqi aşnaq bir sharoitda biz yetilib kelganligimiz uchun nurg'un ishlarni biz qonunni o'ylamay, essiy o'ylaymiz. Shunga bu mush essiy o'ylash bizning yana shu ham davarimizni, ham o'zimizning shaxsiy turmushimizni nurg'un qiyinchiliklarni aytilgan ahvollarni yuz beradi yana arkadaşlar. Endi bundaq bir narsani o'zgartirish uchun bir mazil bir jarayon ketadi. Buning ichida mana shu Yaponiyadagi ba'zi narsalarni biz albatta Yaponiyaning qonuniga asosan o'zimiz hozir shakllantirgan shu sharoitga asosan shu qiyinchiliklarni biz hal qilib ketamiz va qarindoshlarga Yaponiyada o'qish, Yaponiyada xizmat qilish jihatda texnik yaxshi bir sharoitlarni hosil qilishga biz bütün kuchimiz bilan tirishamiz. Mesela hozir bana 15 ga yaqin odam xat yozdi shu 2 kun ichida. Shu bir imom lozim bo'lganligi va o'qishga ehtiyoji bor qarindoshlar bo'lib qolsa aloqa qilishinglar deb ma'lum bir kichikkin bir teshikni ochganligimiz uchun bu jihatda biroz ilgirlash ilib borsak deb o'ylayman. Ya'ni Yaponiyaga kelib o'qiydigan qarindoshlar bo'lib qolsa, buningki qo'lida bir Xitoy pasporti bo'lib qolib qolsa va bir universitet tutkazgan bo'lsa, boshqa bir yerda yoki to'liq o'tirni tutkazgan bo'lsa, bu yerga kelishning eng oson va oddiy usulini sizning og'izlardan bir anglab boqing. Yaponiyaga. Endi agar qo'lida Xitoyning pasporti bo'lsa, mayli Xitoy bo'lsin, mayli boshqa bir uchinchi davlat bo'lsin, aşağıda to'liq o'tirni tutgan diploması bo'lsa, Yaponiyaning har qanday bir universitetiga o'zini tanishtirib, shu universitetga o'qish kirish iltimosini sunishga u haqli. Ana buningga biz Yaponiya Uyg'ur birligi xizmat qilmadik bu jihatda. Mening bilishimcha, bizningki ustozlarimizdan Erkin Silqat apandimninki bir nimasi bor, veb-saytisi bor internetda. Buningda shu Yaponiyada o'qish chiqish to'g'riliq tafsiliy ma'lumotlar bor.
hozircha qarindoshlarimiz shu erkin sindiq qarindoshimizningki veb-saytiga kirib, shu Yaponiyada o'qish chiqish to'g'riliq yozgan shu ma'lumotlardan foydalanib Yaponiyada har qanday bir maktabga o'zlarini tunishtirib iltimos qilsa bo'ldi. Endi oliy maktablarni bitirib bo'lganlar Yaponiyada aspirantlik va doktorlik o'qish ehtimolligi bor. Buningmi ular o'zi bevosita Yaponiyadagi oliy maktablarni o'z oldiga axtarib tepib, bevosita aloqalashsa har qanday oliy maktab ularga ishkini ochadi, ham ular bilan ularga samimiy o'zlariningki ahvolini tunishtirib, ularga yetakchilik qila oladi. Shunga hech qanday ikkilanmay, shu udul o'zingiz tanlagan maktab, oliy maktabga aloqalashganingiz shu eng tez hal bo'lgan yo'l shu. Chunki hozir bizning bu masalani tutishimizda shu Turkiyadan Yevropa, Amerika, Yaponiya qatorliq bir qancha davlatlarga, mayli Avstraliya bo'lsin, biroz qarindoshlarimiz muhojirlik hayotini boshlab shu yerda bir o'qish fursatiga ega bo'lib olsa deydigan fikr biroz jonlanyotdi. Turkiyadan ko'chish, ya'ni bir qism qarindoshlarimizning Turkiyadan Yevropaga, Amerikaga ko'chish masalasi, ya'ni qaytadan tilga ilinib, qaytadan nima qiladi. Chunki Turkiyaninki bundan keyingi qonun nimalar qanday bo'ladi, uni biz bilmaymiz hamda, chunki ko'zimiz ko'rmayapti ba'zi narsalarni. Shuning uchun buni ishkirlab so'radim. Ya'ni Xitoy pasporti bilan bo'lsa qo'lida va shu universitet bitkazgan bo'lsa, har qanday bir oliy maktabga iltimos qilib, bu yerninki qabul qilishiga erishgandan keyin Yaponiyaga kelalaydi deysiz yani. Shunaqmi? Shunday. Nima to'liq o'tirni bitirgan bo'lsa, oliy maktabga o'qishga o'talaydi. Oliy maktabni bitirgan bo'lsa, aspirantlik, doktorlik unvoni olishga o'talaydi. Yani avval berib yapon tili o'qish lozim bo'lamdi. Agar inglizcha bilsa, yapon tili o'qishning hojati yo'q. Inglizcha, fransuzcha yoki bo'lmasa germancha tillarni bilsa, yaponcha o'qishning hojati yo'q. O'zining qarshi o'qimoqchi bo'lgan ustoz bilan aloqalashsa bo'ldi. Agar oliy maktab o'qiyman desa, albatta u yapon tilini bilmasa bo'lmaydi. Aspirantlik, doktorlik o'qisa, u yapon tilini bilish shart emas. Shunga Yaponiyaga oliy maktabda o'qiyman degan bolalar oldida Yaponiyaga kelib bir yil til maktabida o'qisa bo'ldi. Endi yo'q bo'lmasa, shu o'z tug'an davlatda yapon tilini bir yil maxsus o'rganib, Yaponiyaga udullar imtihon berish kerak bo'ldi. Bundan bo'lganda biz bilan aloqalashayotgan shu qarindoshlarimizni mush programmani ko'rishga yo'llantirib qo'ysak inshaalloh, mush programmani anglab o'zi bizlarga jiq yo'lni olmasimi yoki telefon qilib Yaponiyaga berishning yo'llarini izlab ketmasimi, darhol shu qo'lidagi shu Xitoy pasporti bilan Yaponiyadagi universitetlar bilan bir aloqaga kirish lozim bo'ldi ekan. Shuna sizning gaplardan men bu yakunni chiqardim hozir. Shunday. Sen qarim hozir bu internet davri. Har qanday yerda internet ulag'ini bo'ladi. Shunga Yaponiyaning shu o'zingiz o'qimoqchi bo'lgan oliy maktablarni o'zingiz kasbiga birlashtirib, har qanday oliy maktabni siz shu to'rdan topa olasiz. Ularningki to'rbatlarda yoki xitoycha yoki inglizcha yoki yaponcha yoki germancha yoki fransuzcha shu o'zlarining maktablarini tunishtiradigan har xil ma'lumotlar bor. Shuni tushira olasiz. Shu ma'lumotga asosan siz o'zingiz bevositalar maktabga aloqalashsangiz, ular sizga har xil yo'llarni ko'rsatadi. Yana bir qarindishimiz yozibdi, Dolqin Uyg'ur degan qarindishimiz vizilish test debdi, bankada pulingiz bo'lish kerak deydi. Buni nima deysiz? Yani Yaponiyada men ham deb o'tdim, bu narsa kerak qimmatchilik bor. Shunga bular ham bir shart bor Yaponiyaga o'qish kelish uchun. Bankada kam deganda bir 60 tuman endi 60 tuman deganimiz nima Amerika dollariga nima qilsak bu 600 tuman emas. 600 tuman bo'lsa u Amerika dollariga bu qancha hisoblanadi? 900 ming 600 dollarmi?
$1000 attırak banklık pulunuz olsa ihtimal $10,000 mı, $1000 mı? He? $10,000 mı, $1000 mı? $10,000. $10,000 buluş mümkün. $10,000 $1000 pul bulmasa o yer bağlı. Yani $10,000 yani Yaponiyaga beriş üçün, okuş üçün $10,000 pul ulaş gerek yani şu okuguchininki. Şundaq. Endi dastlabki maktabga iltimos qilsangiz, men deb o'tdim shu iqtisodiy jihatdan qilishimiz, birisi pasportdan qilishimizda. Mush ikki masalani hal qilishimiz kerak endi. Bo'lmasa Yaponiyaga bog'liq bo'lmaydi degan gap. Yani chunki xalqqa nait ochiq. Shu to'g'ri bo'lgan bir nimani bilmasak, keyin biz bu yerda bir gap qilib, ular u yerda avarib yurgandan boshqa davlatga yo'tkaz bo'ladi-da, u Yaponiyaga borman demay. Shundaq. Endi Yaponiyaga kelgandan keyin o'qishlardan pul olish nihoyat tez. Chunki agar biz Uyg'urlar Xitoy pasporti bilan kelsak, bizni Xitoy o'quvchilar bir qilib her bir maktabga har yili keladigan o'qishlardan pulning sonining cheklanmasi bor. Har bir davlatlarga beradigan cheklam bor. Endi biz Xitoy pasporti olgan keyin bizni Xitoy o'quvchilar bilan birlashtirib o'tib, Xitoylarning soni bas chiqchi Yaponiyada o'qiyotgan. Shunga bu Uyg'urlarga o'qishlardan pul chiqmaydigan bir ahvollar bor. Yani bunu biz tirishib jirib, nurg'un shu o'qishlardan beradigan har xil uyushmalar Uyg'urlar alayda qaraydigan bo'ldi. Shunday bo'lsa, ya'ni Yaponiyaning oliy maktablarida hamma millat teng barobar deydigan bir shior bor bularningki. Millat ayirmaymiz, hammamiz teng deb deyilgan bir yerlar bor. Shu endi o'zini bu bir Uyg'ur Yaponiyaga kelib, oliy maktabga kirib, uni u yerda o'zini bir Uyg'ur ekanligini tunishtirib, o'zining ustozi bilan chiqishib, nim qiluvchi bir ishni o'tib ketib qoladi. Shu jarayonda baqishlik ketadi. Men o'zim shaxsan shunday qilinib o'qigan Yaponiyani. Hozir mush Yaponiyada o'qiyotgan qarindoshlarimizmi nurg'unlari o'qishlardan puli yo'q. Bir chetdan ishlab, bir chetdan o'qib, mushtaqil jafoliq turmushdan. Biz bu to'g'riliqmi men o'tgan siz bilan bo'lgan suhbatda deb o'tdim, shunday Yaponiya Ma'rif ministrligiga shunday Uyg'urlarga yordam berish bir fondini alqitran deb iltimos qilish uchun 5 Uyg'urdan bir iltimos yig'anmidi endi. Biz Uyg'urlarning o'zimizda masala bor. Biz Yaponiyadagi davoni mushtarjiga elib keldik. Hozirga qadar mana mushu tunugunki, oldingi eng oldingi namoyishlar chiqqan Uyg'urlarimiz balduroq bizning qashimizga kelib, balduroq bizning ishlarimizga moslashib bergan bo'lsa, nurg'un ishlarni biz bugunga qadar xili aqib bo'lardik. Endi o'tib ketgan ishlar o'tib ketdi. Bundan keyin biz bu tashkilotlarga yaqindan hamkorlashib, bizning takliflarimizga, shu talablarimizga vaqt-vaqt ovoz qo'shib, bizga moslashib bersa, nurg'un shunday ishlarni biz hal qilib ketalaymiz. Allah razı olsun. İnşallah bundan keyin bu inqilobni to'xtab qolmaydi deb o'ylayman. Yaponiyada chunki Osiyodagi birdan-bir bizningki do'stimiz ko'rinayotgan bir davlat. Balkim kelgusi zamonlarda bir hikmatning, nusratning, g'albining ishki biz tarafga ichilib qolsa, inshaalloh Yaponiyalar bilan birga harakat qilib qoladigan bir davlat hamda. Buning uchun Yaponiyadagi kuchimizning cho'ng bo'lishi, u yerdagi ishimizningki kuchli bo'lishi bek muhim bir masala. Men sizga yana ikki qarindishimizdan keyin so'z bersam, Kanada masalasini biroz tilga olsak deyman va bugungi eng qiziq nuqta bo'layotgan masalalarni o'tirib qo'ysam deyman. Chunki Baxtiyor Shamshiddin qarindishimiz aynı zamanda Gollandiyada siyosiy faoliyatlar bilan shug'ullangan, tashkilot qurgan, kishilarni atrofiga chiqqan, nurg'un xizmatlarni qilib, undan keyin Kanadaga yo'tkilib ketgan. Kanadaga yo'tkilib ketgandan keyin biz mazgil har holda nimada sahnada men shaxsan ko'rmadim, balkim xabarim bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ammo yana yaqindan beri jiddiy jonlanib xizmatlarni qilib o'tdi. Buning endi u yerdagi jonlanish ahvoli bilan, Kanadadagi uyg'onish ahvoli bilan bu nima uchun aslında so'raydigan savolim bu tashkilotlarningki bugungi o'ttirisida bo'layotgan bu
hozirgi biroz kayfiyatning yaxshi bo'lmasligi bir puhra bo'lish sifatingiz bilan nimadan derak bo'ladi deb buni so'ramoqchi edim. Shuningga birlashtirib Kanadaning vaziyatini birlashtirib anlatib bersangiz deyman. Baxtiyor afandim, marhamat. Rahmat. Hozirgi vaziyatni hammamiz ko'ryapmiz. İnternetlarda, WhatsApp gruplarida, Facebooklarda nurg'un gaplar bo'lyapti. Ya'ni mening shaxsiy fikrim bu vatan ishini qilayotgan tashkilotlar o'tirisida bir ziddiyat bo'lmaydi deb qarayman. Ammo bu davoni qilayotgan siyosatchilarimizda ya'ni ba'zi bir ishlarga diqqat qilmaslik bor. Masalan, meningki ba'zi bir siyosiyonlarga deydigan tavsiyam ba'zi bir o'zining ko'z qarashlari bo'lsin yoki yoqtirmaydigan so'zlar bo'lsin. Bularni telefonlarda deyish kerak bir-biri bilan. O'tirda dunyodagi xalqimizning o'tirig'ini yeyib ichib bu yerda bu xildagi parakamchilikni paydo qilishning hech hojati yo'q. Kim bilan har qanday bir masala siyosiy jihat ko'z qarashda o'xshamaslik bo'lsin, boshqa shaxsiy ko'z qarash o'xshamaslik bo'lsin, bu jihatlarda o'zaro bir-biri bilan telefonda yoki shaxsiy WhatsApp layinlari bilan paranglashib masalani hal qilib faqat xulosani jamoatchilikka yeyish kerak deb o'ylayman. Chunki bu ko'ngilsizliklar hozir bizdan butun xalqimizga nihoyatda og'ir nima ib kelyapti bizga bir parishonlik ib kelyapti, umidsizlik ib kelyapti xalqimizga. Hozirgi bu vatanimizning ichidagidan kelayotgan shum xabarlar, bu yerda qilayotgan Xitoyning zulmlari, buningga haqiqatan chidab turibsiz. Masalan, burunlarda bu vatan bilan ya'ni siyosiy jihatdan mishada chiqib kelayotganlarga, diniy o'limalarimizga bo'layotgan qattiq hujum bo'ldi. Yaqindan buyon butun xalq bo'layotgandan keyin vatanga berib kelayotganlarning oilalari tutilib so'langandan keyin umumiy xalq hozir o'rnidan qo'zg'alish dasturi sharpisi turyapti. Ammo bizningki bu xalqimizning hammasi siyosiy emas. Xalqimizning hammasi bir o'zidagi vatanparvarligi, qinining qiziqlik bilan o'tirg'i chiqib bir ish qilayin deyapti. Bularda bizning siyosiy yo'llarimizga bo'lgan kuchli bir umid, bularga bo'lgan ishonch bo'lishi kerak. Ammo hozirgi vaziyatda nima bunday bo'ladi, buni o'ylashib ko'rish kerak bütün siyosiylar xalqqa umid berishning o'rnida xalqni umidsizlantirish harakati bo'lyapti hozir. O'zaro bir-birisidan shaxsiy ishlarni butunlay to'g'rilab deyib, bir-birini aytlayotgan, qilayotgan. Bu ishlar xotim basak deyman men umumiy xitob qilmayotgan jamoatchilik. Hozirgi yoshlar harakatini qo'llashimiz kerak. Endi siyosiy yo'llarimiz bu xatolarni tuzatmasa, yangi avlodlar yangi bir nishonlar bilan o'tirg'i chiqilgandek turdi, chiqdi ham. Buni to'sab qolib bo'lmaydi chunki. Bu masalan sizningki mushu Gollandiyadan ketgandan keyin siyosiy sohadan chekinib chiqishingizningki sabablarining biri mushumu hozir deganlaringiz? Chunki bu xilin desak bo'ladi. Gollandiyada jamoatchilik burunlarning ko'pi bo'ladi. Biz yaxshi faoliyatlarni qilgan, ya'ni 2003-yildan tortib tashkilot qurdik, davom qildik, taraqqi qildik. Oxirida natijalar qo'lga keldi. Men vakolatxonada tashkilot ishildik bir oylik. Undan keyin to'y qilish rasmiyatidan ketdim Kanadaga. O oxirgi mezgillarda men bu gaplarni desak ko'ni gaplar, seminarchi kelgusidagi plan, kelgusidagi go'zal natijalar uchun so'z etsak eng yaxshi bo'ladi deb qarayman. Kanadaga kelib Kanadada siyosiy ishlarni qilmoqdamiz, chunki biz turayotgan yerlarda birinchidan bu yerdagi ko'p 99% nüfusimiz ko'chman bo'lib kelganlar, yo'q ko'rinish yo'q. Hammasi vatanga harjada berib keldiganlar, shunga bularninki demisni ko'zga tutib, biz ya'ni ma'rif, maktab qurish, jamoat faoliyatlari bilan shug'ullanib keldik. Ma yaqindan buyangi siyosiy vatandagi siyosiy vaziyatlarning ish bilan bu yerdagi xalqimizni uyg'onyotdi, nurg'un bizning sepimizga yoshlarimiz qaytildi, cho'nglarimiz qaytildi. Bundan keyin yana boshqalarni uyg'ondi deb qarayman, bu sepimiz texnik uyg'onayotgan xalqimizni yetaklaydigan liderlarimiz bir to'g'ri nishonni ilib
meniş kerak dep qarayman. Bunu sizden soruşumdaki sebep bizning ishkironimiz ichilgandan tortib hamda iliqi liderlar, siyosiylar yoki tashkilotlar masalalarda nihoyatda ochiq o'zining fikrini o'tirib qo'yib kelyapti va qarindoshlarimizni shu biroz ichilyapmiz. Butun burunqidek hamda iliqi nohaq ishlarni yapadigan yoki tashkilotdagi yoki rahbarlardagi nohaqchiliklar, xatoliklarni yapadigan avval buningdan keyin bo'lib qolsa biz yana burunqi senamga destigan bo'lamiz, o'zimizning putiga o'zimiz palta chapgan bo'lamiz. Buning uchun siz bir puxra hozir hech qanday tashkilotga tava emaskansiz. Shuning uchun sizning har qanday so'zni qilish huquqingiz bor-ku hozir. Faqat bu yerdagi Facebookda yoki boshqa yerlarda WhatsApp to'plarida g'iybat qilib, kishilarni haqoratlab qilayotgan bu qilmishni to'sash uchun biz bu ikkiranni ichib kilanglamanmış maydonda so'zlangil deb bu ikkiranga kim kasi bo'ladi? Har qanday odam kasi bo'ladi. Faqat shartimiz ilmiy tanqid qiladi, taklif beradi, haqorat qilmaydi. Ilmi bo'lsa chiqarib mishadi so'zlisi bo'ladi. Ilmi bo'lmasa fikri bo'lsa, taklifi bo'lsa o'tirib qo'ysa bo'ladi. Tanqid bo'lib qolsa ilmiy shaklda tanqid qilsa bo'ladi. Biz tashkilotlarni ham tanqid qilyapmiz, ham taqlid qilyapmiz. Masalan, uyg'undigan tashkilotlar bor, maqtayotgan tashkilotlarimiz bor, shaxslarimiz bor, tanqidlayotganligimiz bor. Ammo bugungacha biror shaxsni, biror rahbarni yoki biror tashkilotni haqorat so'z ishlatmadik. Xato qilganlar bo'ldi, xato qilgan shaxslar bo'ldi. Biz puxra bo'lish sifatimiz bilan qanday so'z qilsak bo'ladi, faqat haqorat so'z ishlatmay tanqidimizni qilsak bo'ladi va bundan keyin qilishimiz kerak. Ilmiy tanqid qilishimiz kerak tashkilotlarni va rahbarlarni. Agar xatolik o'tkazayotgan bo'lsa, uning uchun men sizni bir puxra hozir hech qanday tashkilotga tayyor bo'lmagandan keyin bu masalani biroz ko'chilab so'ragan bo'ldim. Ko'chilab so'rashimizga sabab qarindoshlarimizga ilmiy tanqidning nimaligini o'rgatish bu yerda shu ikkiran haqliq. Chunki ko'ryapsiz bir qancha kundan beri Facebooklarda nihoyatda bizning hijoblarimizga, diniy e'tiqodimizga hujumlar qilinyapti. Har xil fitna basatlar taqilyapti. Mana bu ikkiran. Ammo ikkironga chiqib so'zlaydigan odam yo'q. Nimishqa? Qo'rqaydi ular bu fitna basat taqiyotganlar. Uning uchun biz xatoliklarni dadil, mardona o'tirib qo'yishimiz lozim. Hozirning o'zida masalan tashkilotlarda bo'layotgan xatoliklarga nisbatan mishaga telefon qilib desa bo'ladi, ilmiy tanqid qilsa bo'ladi. Mayli bizning cho'nglarimiz bo'lgan Rabiya xonim bo'lsin, mayli kichiklarimiz bo'lsin, mayli uning keyindikilar bo'lsin. Har qanday bir Uyg'ur har qanday bir tashkilotdagi xatolikni va rahbariyatdagi xatolikni ilmiy tanqidlash huquqiga ega va u rahbarlar, o tashkilotlarni bularga ilmiy javob qaytarish majburiyati bor. Agar biz mushu sistemaga tusha olsak, biz buningdan keyin yaxshi bir yo'lga keta olamiz. To'g'ri bir adil raqobatga tushgan bo'lamiz. Agar liderlar, tashkilotlar xatolik o'tkazsa, bizmi og'zimizni yumsaq, sabr qilsak, sussak, vaqtida gunoh bizda bo'lgan bo'ldi, xalqda bo'lgan bo'ldi. Uning uchun men sizdan ba'zi masalalarni so'ragan yerim shu. Sizningcha buningdan keyingi harakatda masalan Gollandiyadagi yoshlar hozir hech qanday tashkilotlarga aralashmadi. Biz tashkilot qatnashmaymiz. Biz ayrim bir jamoa bo'lib, tashkilotsiz shaklda hozircha. Ya'ni tashkilotni inkor qilmaydi, tashkilotlar bilan ittifoq, inoq shaklda ketyapti Gollandiya yoshlari. Ammo tashkilotning ichiga kirmaymiz hozircha degan bu prinsipni o'tirib qo'yadi. Shunga o'xshagandek Kanadadagi yoshlar va yoki yangidan uyg'onayotgan qarindoshlarimiz qandaq bir tusni ilyapti, buni siz ifodalab bering. Bu yerdagi yoshlar yangidan tashkillanyapti, chunki hozirgi jamiyatimizda bo'layotgan vaziyatdan rahatsız bo'lgan yoshlar, ya'ni bir cho'qim bir ish qilishimiz kerak degan bir turkum yoshlarimiz bor. Ya'ni buni cho'nqirab eslab hozir mushu chatlarga chiqib ya'ni bu yerda cho'ng'ilib o'qib yetishgan yoshlarimiz nurg'un. Bu yoshlarimizningki kelgusidagi da'vodagi o'rni nihoyatda muhim. Bu yoshlar hozir hammasi ya'ni bu vaziyatlarni ko'rayotgandan keyin men nima qilib bera olayman,
bu vatan uchun, bu millat uchun bir nima qilsak bo'ladi deb bizning yuragi qaynayotgan yoshlarimiz hepsi ko'tarilib chiqdi. Ammo hech qaysininki, masalan, bunday aytsak, bu yoshlarımızdan hamisining ota-onalari iliqi tashkilot yoki ba'zi bir guruhlarga mansub. Ammo bu yoshlarımızdan vatan uchun to'g'ri yo'lda o'tirgan haq yo'lda menga ish qilish orzulari bor. Shunga hozirgi hamda mening tushunchimda biz yig'ilayotgan, harakat qilayotgan yoshlar hamisi tashkilotsiz, hech qanday tashkilotga a'zo bo'lmagan, o'tirdiki haq bir yo'lni tanlab menish qarorini oldik. Toki bütün tashkilotlarimiz bir yerga kelib, birlashib, intiq ittifoq qilib, faqat dushmanni Xitoydan boshqa dushman demaydigan holatga kelganimizda, bu yoshlar har zaman bu da'voning orqada yani. Shuning uchun bu yoshlar qo'zg'alib chiqdi. Har zaman biz mayli boshqalar olsun, haqiqiy to'g'ri haqning orqada. Sizningcha oxirgi savolni so'ray, hozirgi oxirgi savolni. Sizningcha mushu siz da'vatgan hozir tashkilotlar birlasha oladimi? Sizningcha hozirgi mavjud siyosiy tashkilotlar birlik kelish kerak. Bütün endi bu yerda liderlarimiz diqqat qilish kerak har qanday gap so'zlarga. Umumiy adliya men degandek bizning hech tanlashadigan bir nuqtalarimiz yo'q. Faqat bir nuqtamiz bor, vatanning birligi, ozodligi. Mush narsani o'zining ko'ngliga kirgizib, ko'k bayroqni bizning muqaddas bayrog'imiz deb, hatto burunma men shu gapni degan o'zining yaqin tutqunni ig'ir jankash qilgan yoki shunday bir hamda uni tafsir edib, shu qadar qattiq dushmanimiz bo'lgan taqdirdami vatan uchun, bayroq uchun bir yerga kelib qo'lni qo'lga tuta oladigan holatda bo'lsak, bu bütün arzularimiz amalga oshadi. Tashkilotlarimiz cho'qim mushtaq bo'lish kerak, liderlarimiz cho'qim mushtaq bo'lish kerak. Yani undan umid bizlarga bu tashkilot liderlari cho'qim bir yerga kelish kerak. Yaqinda bir yerga yig'ilish planini tuzishyapti. Bu yerga kelib o'zaro ixtiloflarni tugatish kerak. Agar bular tugatmasa, hozir degandek yana yetilayotgan nasl yoshlar to'g'ri yo'lni yetmaydi deb qarayman. Rahmat. Inshaalloh sizning gapingizdan nihoyat yaxshi bir belga ilyapman. Agar cho'nglar tuzalmasa, yoshlar xizmatni o'zimiz qilamiz demoqchisiz, shunami? Shu gap chiqami? Yo'q, ma'nomda unda demaysiz. Biz qilamiz demoqchi emas. Ammo men deyman. Menki hozirgi vaziyatni ko'rib, men deyman. Yoshlar hayajon his qilganlarman bu. Agar cho'nglar xizmatni yaxshi qilmasa, shaxsan men deyman, yoshlar chiqib xizmatni tatib ilib qo'ldan saylam qatnashib, ilmiy yo'l bilan, to'g'ri yo'l bilan bu xizmatni qilish kerak. Chunki ayada vatanda millat o'layotidi. Yoshlar agar buni qilolmasa, yoshlar mag'lubiyatchi. Agar yoshlar isloh bo'lmagan cho'nglarning keyindan yana mengayversa, yoshlar mag'lubiyatchi bo'ldi. Ya cho'nglar isloh bo'lib to'g'ri bir xizmat usulini tepish lozim yoki yoshlar xizmatni qo'lga olish lozim. Ikki yo'ldan bor. Uchinchi bir yo'l mang'andikilam yana 12 yillik hayotimiz yana vayron bo'ladi. Bo'ladi. Birozdan keyin yana sizga kelima Ali Parvoz qarindishim Uyg'ur akademiyasidan. Asli akademiyaning roli bu yerda intayin cho'ng tashkilotlarni murassallashtiradigan, birlashtiradigan va yoki tashkilotlar o'rtasida, rahbarlar o'rtasida ilmiy yarashtirish xizmatini olib boradigan masala nihoyat muhim. Bu to'g'risida biri Belgiyadagi xizmatlar, yoshlarning xizmati qanday bo'layotdi uni so'rayman. Ikkinchisi akademiyaninki bu to'g'risida bir plan projelari bormi? Uyg'ur akademiyasiningki yoki undaq tashkilotlarning birlashish, hamkorlashish masalasida undaq bir nemisi yo'qmi? U to'g'risida bir to'xtalgan bo'lsin. Merhamet. Albilen akademiya to'g'risida ozroq bilgi beray. Akademiyaniki hozir qadar shu etmayotgan xizmatlari asosan shu bolalarni shu o'qishga yo'llantirishni, o'qish uchurlari bilan ta'minlash, ularni qaysi maktabda qanday shaklda har yilniki qanday vaqtlarda tizimga oldirish degandek uchurlar bilan
qılıvatıda. Onun ustiga yeni bir qılıvatqan bo'yimiz shu o'qish mukofot puli, TAP o'qish mukofot puli deb har yili shu doktor va aspirantlarga bir belgilik shaklda har oyda muqim bo'lgan bularning o'qish kafolatiga ega bo'lish uchun hamda iqtisodiy jihatdan belgilik bo'lgan iqtisod bilan ta'minlab o'qish mukofot pulini qilyotidi. Buni asosan biz akademiyaga a'zo bo'lgan har qaysi davlatlardagi akademiya a'zolari, ziyolilar o'zining badal puli orqali buni to'layapmiz. Bundan boshqa ma'rifatbar zotlar, boylar ular belgilik o'quvchilarni mavjuddan qolmay bularniki butun o'qishdan boshlab o'qish bitgacha degandek mustaqil shaklda qilyotidi. Hamda hozir qadar Uyg'ur akademiyasidan moliya jihatdan, boshqa iqtisod kontrol jihatdan hech qanday bir masala ko'rilmaylik. 2009 qurilgandan beri hozir qadar. Chunki hamma ishlar shu ta'lim bilan bo'ladi. Bir odam maxsus tutadi. Uningga kirgini yoki chiqishini bunday aniq hamda hay'at a'zolari ichida buni har vaqt kontrol qilib turadi. Undan boshqa shu ona til jihatda kuchaytirish, Uyg'urlikniki o'zining Uyg'urligini his qildirish. Chunki vatanniki ma'rifat sistemasini mushqimiz Xitoy o'ziniki burunlangan tarixlarini shunday o'qitish sistemlari kirgizish orqali Uyg'urlarniki tarixiy, madaniyati, an'ana, urf odatlariga munosabatli hech qanday qusurlar bilan asosan ta'minlanmaydi. Bu bo'shliqlar orqali akademiya to'r kutubxonasi va akademiya to'ri orqali shu tarix, madaniyat, an'anaga munosabatli nurg'un el kitob deyli va yoki maqolalar deyli va yoki ziyolilarning o'zi oldiga yozgan ko'z qarashlari, ilmiy maqolalari, tasdiqlangan mustaqillik ma'lumotlar deganlikni arxivlarni shundoq ta'minlab turdi hamda. Ma'rifat jihatda kuchaytirish, bu millatni ma'rifat jihatda kuchaytirish Uyg'ur akademiyasiniki bir belgilik vazifasi. Chunki bir millatni yoki bir davlatni bu ma'rifat orqali qutqazg'ili bo'ldi. Masalan, o'z vaqtida Yaponiya va yoki Germaniya deylik, Ikkinchi dunyo urushidan keyin cho'ng mag'lubiyatga uchragan. Bunun keyindan ular o'zining ma'rifini cho'ng yuksak darajada taraqqiy qildirish orqali hozirgi dunyoning oldiga ketib qolgan Yaponiya bilan Germaniyani ham ko'ralaymiz. Shundan qaragandimi, biz Uyg'urlarniki ma'rifga ko'ngil bo'lishimiz har vaqt esimizdan chiqmaydigan bir vazif shaklda bo'lish kerak endi. Mas'uliyat yoki majburiyat jihatdan shunday o'zini tunish kerak endi. Buning ichida hozir meniki ham shaxsan his qilganim bulutdan boshlab vatanimizda ona tilni butunlay to'xtatdi maktab ma'rifat sistemasidan. Shunga bosh vatan sirtida yashayotgan har bir Uyg'urniki Uyg'ur ona tiliga nisbatan o'zining farzandlariga, atrofdagi va yoki Uyg'ur oilalariga bo'lsin mustaqil ta'sir ko'rsatish orqali o'zining ona tilini shu farzandlariga to'g'ri shaklda yetkazish, shularni to'g'ri usulda o'rgatish, bu basatib bo'lmaydigan bir ish endi. Bu akademiya xizmatlarininki bir tarkibiy qismi hisoblanadi. Shunda bo'lganda endi hozir yana bir degan ikkinchi savolingiz qatta Belgiyadagi xizmatlarni dedingiz. Endi men Belgiyaga kelgili hozir saq bir yil bo'ldi. Belgiyada ona til maktabi qurildi, ona til maktabimiz. Bu orqali bu yerdagi ota-onalar farzandlarini aktivchilik bilan tizim qoldirib o'qishlarimiz epnilyotidi. Bulutdan tortib hozir qadar nurg'un faoliyatlarni o'tkazilib, masalan, ona til bayrami deymiz, nuruzli faoliyatlar va yoki davlat faoliyatlari bo'lsin, ondan Cumhuriyet kuni faoliyati bo'lsin, ba'zilarini YouTube shaklida qo'ydik. Asta-asta bu yerga jamoatlarniki bir musul Uyg'ur o'zining Uyg'urlik majburiyatini tunish, to'g'ri shaklda tunishga yetaklab ketib boramiz. Yana bir kamchilik ham Belgiyada Uyg'ur jamoatining soni cheklik endi. Boshqa davlatlardek undaq undaq Uyg'urlar yo'q. Shu cheklik bo'lg'achqa ba'zi nupusga munosabatlik bo'lg'achqa bolalarning sonlari degandek. Ona til saviyasi yuqori bo'lgan o'quvchilar o'qish bitgandan keyin yana qayta uni ona tilning adabiyot shaklida va yoki itotchilik, drama, maqola yozish degandek mustaqil shaklda ta'sirini etkazdik hamda. Bundan keyin inshaalloh yana shu ona tilni asos qilgan cho'rilgan asosda
nurg'un yine hizmetlerini kılışka yine kolumuz köksümüzde. Rahmet. Birazdan aldıda Doktor Erkin Ahmet efendim bir inkas yazdı. Bütün teşkilatla birleşelmesimi o'xshash nishon, o'xshash g'oya uchun kurash qilsa bo'ladi deb nim qildi. Men birazdan oldin bir telefon qilgan. Hozir ham qaytib og'ir boqaman. O'zining bir so'zini anglab baqsaq, undan keyin yana suhbatni davom qilsak deyman. Assalomu alaykum Erkin Ahmet efendim doktor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomat obdan turiblar. Yaxshi, hammalarga muvaffaqiyatlar tilayman. Ko'ryapman aytdi, yaxshi fikrlar, yaxshi ko'z qarashlar o'tirib qo'yilyapti. Xo'sh. Tabriklayman. Rahmat. Sizning inkosni ko'rgandan keyin buni biroz ichish lozim, chunki bizning xalqimizda burunmi programmalar dedik suhbatlarda birlashish degan bu so'zni hamkorlashish degan so'zga almashtirgan bo'lsa qanday bo'ladi deb. Chunki bu birlashish degan bu mumkin bo'ladigan ishmi? Ya qanday bo'ladi bu masalada o'zlarining fikrini biroz ichib bergan bo'lsalar ko'rurmanlar. Shu mening fikrim hamda bu birlashish deymiz, ham bizda ba'zi hukmlar nayati tushuniksiz qalaymaqanda bizda o'zimizning mustaqil axborot vositalarimiz bo'lmag'achqa o'zaro tushunish, ba'zi hukmlar to'g'risida fikr almashtirish bular bizda nayati kamda. Hozir ham bu televiziyalar orqali bunda har xil ko'z qarashdagi, har xil tashkilotdagi kishilarning bir yerga kelib shunday munozaralarni qilishi bizning kelgusidagi davomiz uchun nayat foydali. Men chet elga chiqqali 30 yil bo'lib qoldi. Men kelgan vaqtida bu ayda birlashaylik, ittifoqlik, birlik deydigan gap bor. Hozir 30 yildan yaqin buni da'vatimizda. Shunga dunyoning hech qanday joyida birlashaylik degan vaqtida bu hammasi bir kelib bir tashkilot qurish bunda ma'noda tushuniladi bizning Uyg'urlar. Bu deganlik hamkorlashish deganlik. Ham bizlarda o'zaro har sohada tashkilotlarimiz bo'lsin. Ammo bizning nishonimiz bir, dushmanimiz bir. Buning uchun o'zaro ziddiyatni tashlab qo'yib, ba'zi fikr o'xshamaydigan fikrlar bo'ladi. Bu o'xshamaydigan fikrlarni o'zaro jidal qiladigan bir vositaga aylantirmasligimiz lozimda. Shunga bizning hozir chet elda iqtisodiy kuchimiz tayinlab, biz chetga chiqishda kech qolgan bir millat. Igilik tiklegan Uyg'urlarning soni oz. Bu davoni qilish uchun iqtisod lozim. Ham ko'p tashkilot qurilib ketsa, iqtisodiy kuchimiz taqilib ketadi. Ham bir odam ish kuch tashkilotga a'zo bo'lsa, ish kuch tashkilotga bedel pul to'lash lozim. Bunda bir vaziyat o'tirib chiqyapti. Shu meniki fikrim hamda biz bunda vaqtimizni isrof qilmay birlashaylik u bu deb. Hamkorlashishimiz lozim. Yani biz Xitoyga qarshi kurashda har sohada bir-birimizni to'liqlaydigan tashkilotlar qurilsin. Hamma tashkilot o'xshash bir ishni qilmasin-da. Masalan, Turkiyaning 5-600 yillik bir vaqf tashkilot an'anasi bor bir millat. Bizda biz hep diktatör rejimde onun üstüge uzun yıl mustamlaki yaşap gittik. Onun için bizde ictimai teşkilatla özara hemkarlaşış, vakıf kültürü bundan nesile bizde terakki kılmadan. Şu an chet elga chiqqanligimiz chet elda ko'p teşkilatlar kurumuz ama o teşkilatlar qanday bo'lishi lazım degan narsalar bizde toza aniq emas. Shunga men deyman de bu chet eldagi Uyg'urlar ko'proq hamkorlashishimiz lazım. Yani birbirimizni qo'llab, teşkilatlar arasında hamkorlikni kuchaytirib, bir tane çoğun teşkilatımızda hemmimiz qo'llab, mesela chet elde mesela deyli bir tane bugün Dünya Uyghur Kurultayı var. Dünya Uyghur Kurultayı'nın aslında nurg'un teşkilat var. Eğer Dünya Uyghur Kurultayı'nı biraz biz bilmeydiğen yoki biz hata qildi deyotgan narsalar bo'lsa ilmiy yakunda ilmiy shaklda uni ko'rsatib mana bunday qilish lozim deb mana bir hamkorlashish nemisini ta'kidlashimiz lozim deb o'ylayman. Bu xil programmalar foydali. Buni ko'p ishlar var. Her
xil ko'z qarashdagi kishilar bunda bir yerga kelib bir-birimizni tushunmasdan kelib chiqadi. Men ijtimoiy taraflarga qarayman. O aslında fikrimiz bir, nişanımız bir, hemmimiz bir iş kılsak, dava kılsak, işte vatanda halkımız egir vaziyette deymiz. Hemmimizden uyda tukunurukları bugün lagerde. Hemmimizden jüriga etişidi. Ama bu jüriga etişkan nersini hemmimiz bir iş kılsak deymiz ama birbirimizden rencitip, birbirimizden konularını rencitip, onundaki Xitay düşman bir yerde kalıp, özara ziddiyetki çıktı bazı kişilerde. Şuna bence özara hemkarlaşış, faaliyetini küçeytiş, özara fikir almıştırış, birbirimizden düşünüş, bunların köprek ehemmiyet versek dep oylayman, rahmat sizga. Sizlarga ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shuning uchun shu 4 xil tashkilotdan yoki hozir Baxtiyor Shamshiddin qarindishimiz tashkiloti yo'q, ammo bugungi suhbatni shu 4 tashkilotdan 4 odamni chaqirgan Sürgün hukumatdan Ablajon Leynlaman efendining telefoni bugun zodi yaxshi ishlamay qoldi. Menga ayrim xat yozibdi, shu telefonim yaxshi bo'lmay qoldi oxiri. Ovoz kelmay taqotib qoldim dedi. Ya'ni qandayki bo'lsin, medilayotgan, amaliy ish qilaman deyotgan, o'xshash fikrda bo'lmasimi, o'xshash bir ism ostida bo'lmagan tashkilotlarningki rahbarlarini, a'zolarini ishkironga kelishga tirishayotimiz. Alloh xolisi buningdan bir natija chiqib qolar deb o'ylaymiz. Ammo bir qiyinchilik bor bu yerda, masalan, Uyg'ur qarindoshlik studiyasininki mening hozir eng cho'ng tortayotgan bir qiyinchilikim shu cho'ng rahbarlarni ishkironga kelishda haqiqatan qiyinchilik tortyapman. Bu masala Alloh xolisi yaqinda hal bo'lib ketadi deyotim, chunki men hozir bek bozor bo'lib ketib, hammalar namoyishning oldirishchiligida hammalar nihoyat jiddiy xizmat qilyapti, aktiv xizmat qilyapti. Shu bu avvalda cho'nglarni bek oldirash bo'lganligi uchun ishkironga kelinmayapmiz, ammo asos maqsad bugun shu lider atlayotgan, siyosiy atlayotgan, millatning rahbarlari atlayotgan shu cho'nglarni va yangidan chiqayotgan yoshlarni ilmiy shaklda, hamkorlik shaklda ishkiron o'rindiqiga, masasiga, shirasiga ekilish birinchi bo'lib bizning maqsadimiz ham shaxsan. Undan keyin Alloh xolisi bu yer yig'inlarni ichildiganligi bo'ladi. Ya'ni siz deganga o'xshash shu bir tushunish hosil qilish avval qadamda va ilmiy bir yo'lga menib ketsak degan umiddaman ham. Evet, yaxshi. Bu xizmatingizga davomlashtiringlar. Men bir qisqa bir misol beray. Masalan, biz Türkiye'ye kelgan vaqtida 89'larda Türkiye'de bir davlat televiziyasi vardı. 94-92'lerden keyin shaxsiy televiziyalar qurilishga başladı. Şu vaqtida her xil ko'z qarashdagi siyosiy partiyalarning rahbarlarini televiziyaga chiqarsa, urushib, jidallashib, shu bir masalani munozara qilolmaydi. Shunda bir munozara qilish kültürü acizdi. Ama şu 15-20 yıl içinde 15-20 yıl içinde nurgun televiziyalar kuruldu. Her xil ko'z qarashdagi kişiler televizyona çıkıp medeni bir şekilde öz ko'z qarashlarını o'ttirib qo'yib, o'xshamaydigan ko'z qarashlarni nima uchun bunga men qarshi deganimni o'ttirib qo'yib, bu kültür Türkiye'de terakki qildi. Bu demokratiyaningki bo'lmaydigan bir axborotchilikdagi bir prinsipida bu. Şuna bu hozir bir yaxshi boshlang'ich. Şuna bu bunda tashkilotlarning boshliqlari ijtimoiy taratqularda u munda debdi, bu munda debdi deb yozganning o'rniga 100 turani ekranning ostiga chiqib, ekranga chiqib, men maqsad bizning tashkilotlarimiz. Men bularni qilyapman, bularni qilmoqchiman deb o'zaro 100 turani munozara qilsa, bu bizning Uyg'ur jamiyatining demokratiyaning shakllanishida, taraqqiy qilishida nihoyat foydali bo'ladi. Mening taklifim shunda har xil tashkilotdagi ko'z qarashdagi odamlar o'zi qo'yib olgan ba'zi laqamlar bilan, ismlar bilan yozib yurmay Uyg'urlar, bunda fikri bo'lsa, ekran orqali sizga xat yozib, madaniy bir şekilde birbirimizni rencitmey, seviyeli bir şekilde munozara qilsak, bu kelgusi davomimiz uchun nihoyat foydali deb o'ylayman. Alloh rozi bo'lsin, rahmat sizlarga. Buni men bir jumlalam qo'shib qo'ysam shunga, ya'ni
mush rahbarlar boshlab bersa deyman. Mush cho'ng rahbarlar mush shuni. Hozirmi yaxshi, rahbarlar yaxshi chiqyapti ekranga. Ammo bir yerga akilish, ya'ni bir ekranda ko'rinish masalasida qiyinchilik tortayotganligimiz aniq. Buni Alloh xolis buningdan keyin aqasingildek doktorlarimiz, ustozlar, qarindoshlarningki ko'plab tashabbusi bilan Alloh xolis buningdagi yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Rahmat sizlarga ko'p rahmat. Inshaalloh yana gap so'z bo'lib qolsa yana telefonlashamiz inshaalloh. Ko'ramiz hozir. Rahmat bo'ladi. Turmamat Hashim apandim buningga nisbatan fikrlari bormi hozir? Avvalni anglagan bo'ldilar. Rahmat. Doktor Erknamet efendim Nakiya obdan taraflarını verdi. Elbette bu birleşeli degan narsaniki haqiqat maiyatni birlam tashlab emas. Shu Erknamet doktor Erknamet degandek o'zaro hamkorlashish bu eng muhim. Endi demokratiyada bir partiya tuzumi yo'qchu. Her xil ideyadaki, her xil maqsaddaki, her xil g'oyadagi odamlar ashundoq bir guruhlarni qurib, tashkilotlarni qurib, o'zininki shu g'oyasi, ideyasi va harakat plani ashuni o'zining partiyasi yoki siyosiy tashkilotininki nishoni qilib belgilab chiqib, uni shu davlat hokimiyati aktirib, ijro qilishga kirishdi. Bu vaqtida ondan saylan bo'ldi. Saylandan saylangan shu parlament a'zolari parlament kirib, parlament qonun turg'izdi. Parlament turg'izgan qonunni ondan hukumat ijro qilib, u butun xalqninki, butun hokimiyatninki irodasi bilan ijro qilindi. Endi biz Uyg'urlar qanday holatda desak, biz Xitoyninki Xitoy Kompartiyasining diktator tuzumi ostida mana 69 yil yashab kelgandan bizde demokratiya davlatdagidek andaq bir siyosiy ong, siyosiy saviya yo'q. Tashkillanishmi demokratiyani asos qilgan holda har bir odamningki inson haqlariga hurmat qilgan holda, qonunga bo'ysungan holda bir tashkilot qurib, tashkilotni mang'uzib tashkilotlar ara hamkorlashib qiladigan undaq bir an'anaviy shakllanmaganda Xitoydan qolib qolgan bir partiya tuzumi kunab qolgandan keyin hammasini xuddi bir partiya qilmasa bo'lmaydigandek, hamma ishlarimiz mangmaydigandek, agar u bir partiya bo'lmay bir necha tashkilotga bo'linib ketsa bu bo'lgunchilik bo'lgandek, mushundaq xato tushuncha, xato tunish bizning oramizda og'ir. Ondan tashkilotlar qolsak, u tashkilot cho'qim o'zaro ziddiyatlashib bir-birini shu xuddi kompartiyalar go'mindan ish ko'rish qilgandek ashuna urushib birsini yengib olmoqcha hokimiyatni yoki o'zining siyosiy g'oyasini amalga oshirolmaydigandek ashunda Xitoyninki shakllanib qolgan siyosiy ong saviyasi bizga ta'sir qilganda shunga bizningki nurg'un ishlarimiz chet elga chiqqandan keyinmi erkinlik, demokratiya asosida bo'lmay qolyapti. Endi buni albatta biz g'arb ellarida yashayotgan, Yevropada yashayotgan, Amerikada yashayotgan, Kanadada, Avstraliyada, Yaponiyada yashayotgan bu erkinlik demokratiyaning sharoitiga ko'nganlar biz bunga ko'nolmaydi ekanmiz. Bundaq ichki jihatdagi bu urushish, jidallashish, tillash, haqoratlash bundaqlar biz ko'nolmaydi ekanmiz. Bizning miltimizda yana bir odat bor ekan, birisi bilan ziddiyatlashib qolsa, uriblam deb uning bir qorini chaplablam. U mayli u pokitlikmi, pokitsizmi, shu chaplablam o'tir ekanda, shuning bilan bu haqoratlagan odamlar shuning bilan qorinib to'rdimi, qorinayotgan jamiyatni qorinayotgan ashlam o'tir. Endi bundaq ahvol bizda bak og'ir ekan. Mushundaq ahvolni biz o'zgartirsak bo'lmaydi. Shunga masalan biz Sharq Turkiston mustaqillik harakatini quramiz deb o'tirg'i chiqdik. Bizning bu tashkilotimiz hargiz ma'lum bir tashkilotni yoki ma'lum bir shaxsni yoki ma'lum bir bizning ishimizniki mushtaq organlarni o'zining dushmani qilgan emas. Bizning birdan-bir dushmanimiz Xitoy hokimiyati, Sharq Turkistonning mustamlika qilib besib olgan Xitoy hokimiyati bu bizning birdan-bir dushmanimiz. Qolganlarimiz mayli
har xil g'oyada bo'layli. Agar Sharq Turkistonninki milliy mustaqilligini qo'lga olish uchun kurash qilganlar tashkilot bo'lsa, biz hammasi hamkorlashamiz. Biz buni o'sha bizning tashkilotimizning tayyorlik komitetida biz izchil holda buni ta'kidlab kelyapmiz. Shunaq bo'lsa, ya'ni ba'zi bizning kontrolligimizning ostida bo'lmagan ba'zi ishlar bo'ladi. Albatta biz tashkilotni qurib bo'lamiz. Tashkilot qurilgandan keyin endi biz bundaq xohishlarga qat'iy yo'l qo'ymay, hozir doktor Erkin Ahmet efendim deb o'tgandek, ashuna hamkorlikni biz yo'l qo'yib mangamiz. Yana bir masala ta'kidlaydiganim, biz bir ishni amalga oshirishni nishon qildik emas, cho'qim tashkillansak bo'lmaydi. Tashkillanish uchun tashkilot kerak. Shunga biz tashkilot qurmaymiz, tashkilotning sirti ish qilamiz deyish, endi bu meningcha shaxsan men shuni qarayman, bu aqmaydigan gap. Namoyishni bo'pti, tashkilotsiz qilmabdi bir ishlarni bir necha 30-20-200 odam yig'ilib bir namoyish qiladi. Namoyish tugagandan tashkilotimiz bo'lmasa, bu namoyish tugagandan keyin hamma ishlar sinuvlar tugaydi. Tashkilot bo'lsa bir sistema bo'ladi, tashkilotning nizomnomasi bo'ladi, tashkilotning rahbarlik organi bo'ladi, uning har xil planlari bo'ladi. Shuning asosan o tashkilot har kuni, har minut, har sekund, har soat xizmat qilib manganda. Shunga men butun dunyodagi qarindoshlarni musha hozir biz mavjud bo'lgan tashkilotning hammasi a'zolik kirish kerak, o'z birini tanlab. O'zining g'oyasiga, o'zining maqsadiga qaysi tashkilot to'g'ri kelgan bo'lsa, shu tashkilotni qo'llab, shu tashkilotga bir a'zo bo'lib, shu tashkilotga badal to'lab, shu tashkilotning ichidan bir vazifa olib, vatan millat uchun shu tashkilotning ichida xizmat qilgani yaxshi. Tashkilotsizlar bo'lib qolsangiz, u vaqtda yolg'iz qolasiz. Har qancha bir namoyish qilib kelsangizmi, u namoyish tugasa, shu ishingiz shu yerda tugaydi. Tashkilotingiz bo'lmaganidan keyin. Shunga men tashkillashishni targ'ib qilmayman. Endi bizda yana bir masala bor. Bizda hozir qadar siyosiy partiya yo'q. Uyg'urlarda. Endi Islom partiyasi degan partiya bor. Endi u Islom partiyasi zot bormi yo'qmi? Hatto men o'zim bilmayman partiyaning bor yo'qligini. Lekin mush g'arb ellarda bizniki biz bir siyosiy partiya qurib bo'lmadik. Ondan keyin bizda bir surgunda parlament yo'q. Surgun hukumatning bir parlamenti bor. Endi biz uni surgun parlament demaymiz-da, chunki nurg'unlarimiz uning sirtida. Nurg'un tashkilotlar uning sirtida. Shunga nurg'un ishlarimiz bizniki erkinlik, demokratiya degan siyosatga, davlat qurish siyosatiga uyg'un kelmaydi bizning hozir quloq ishlarimiz. Ba'zi ishlar men tanqidlab kelsam, endi ba'zilar ranjiydi. Shunga men endi gapni mushagislam qilay. Ya bu yerda bizlik tanqidlash masalasi emas, bu yerda bir tashkilotni tanqidlamoqchi emasmiz, ammo bizning millat, bizningki rahbarlarimiz olsun, mayli oddiy fuqarolarimiz olsun, tanqidlashni o'rganaylik. Va shu ilmiy, hozirgidek ilmiy shaklda kimni tanqidlasak bo'ladi? Biz payg'ambarni tanqidlayolmaymiz, sahobalarni tanqidlayolmaymiz. Uningdan boshqa, uning keyindan mangan ulamo olsun, olim olsun, doktor olsun, siyosiy lider olsun tanqidlasak bo'ladi. Tanqidlashda hech qanday masala yo'q. Ammo ilmiy, to'g'ri, haqorat so'z ishlatmasdan haqning ustida turib tanqidlasak, buningda hech qanday bir masala yo'q. Nima uchun bu ishkironga chiqib uni tanqidlaymiz desa, bu ishkiron agar ishkiron bilan ilmiy shaklda to'g'ri bir sistemaga tushmasa bu tanqidlash, ishkirondan keyinda urush talash bo'ladi, haqorat bo'ladi. Hozirgidek Facebooklarda, WhatsApplarda shu bizni og'zini buzib tillabla, shu inovatini to'kib, rasvo qilib, sharmanda qilib, hozir necha kundan beri bo'layotgan urushma oz emas. Mana shundoq yerga shu qarindoshlarimiz kelsin. Naq maydonda telefon nomerimiz bor, telefon qilsin. Birisi xato qilgan bo'lsa, uni tuz ilmiy shaklda tanqidlasa, bizni masalan kimni olsa bo'lsin, to'g'ri bo'ladi. Ammo biz buni taqchi o'rganmayapmiz. Uning uchun men bunga nisbatan biz bu ishkironga chiqib quruq gapni qilaversak bo'lmaydi. Biz bu yerda bir narsa o'rgatishimiz kerak insonlarga. Tanqidlash axloqini, maqtash axloqini, taklif berish, fikr berish axloqini, suhbatlashish, munozirlashish axloqini o'rganishimiz kerak deb bu ishkironni ichyapmiz. Vaqtimizni bunga chiqarib, iqtisodimizni bunga qajlab,
biz bu yerda bir narsa o'rgatanmasak, bu ekranning nima foydasi? Bu yerga chiqib so'zlab tushganning hech foydasi yo'q. Buning uchun har qanday tashkilot, masalan, surgun hukumat hozir medravotidu. Surgun hukumat, masalan, men burun surgun hukumatning bir og'iz gapini qilmaydim bu ekranda. Hatto men qarshi edim. Ammo keyingi kunlarda biroz medrab beshilni qilaman da'votidu. Isloh qilamiz da'votidu. Ablajon Laylaman efendim o'tgan qitimliq programmada ochiq dedi. Biz xalqning oldiga buningdan keyin quruq qo'l kelmaymiz dedi. Masalan, qarayli, ko'rili, surgun hukumat agar buningdan keyin o'zining funksiyasini, o'zining rolini joriy qildira olsa, uni e'tirof qilishimiz kerak. Agar har qanday bir tashkilot uyg'unib, islovolab, o'zining funksiyasini joriy qildirib xizmat qila olsa, biz e'tirof qilishimiz kerak, uning a'zo bo'lishimiz kerak, uni yo'lishimiz kerak bo'ladi. Agar har qanday bir tashkilot mayli yo'g'on qalpoqni kiygan bo'lsin, yo'g'on ismni qo'ygan bo'lsin, mayli mavjud tashkilot bo'lsin, mayli qurilmoqchi bo'lgan tashkilotlar bo'lsin, u ish qilolmaydi ekan, quruq gap qilib xalqni aldaydi ekan, biz uni supurib tashlashimiz kerak. Bu Alloh tilida o'qishimiz kerak biz. Ish qilgan tashkilot yashaydi buningdan keyin, ish qilmagan tashkilot o'ladi, tugadi. Bu shaxsan mening fikrim. Buni bu yerda qo'rqib, uni gap qilishdan qo'rqib, uni ismi o'zgartib, ekranning keyinda WhatsAppda, Facebookda haqorat so'z ishlatib tillashning hech o'rni yo'q. Mana shunday yerlarda biz har qanday shaxs, har qanday tashkilotni ilmiy shaklda maydonga olib chiqsak bo'ladi. Shuning uchun hozir 20 kun bo'ldi sizlar bilan biz deyishyaptimiz. 20 kun. 20 kun mobaynida men 4-5 tashkilot bilan aloqalashdim. 4-5 tashkilotninki rahbariga telefon qildim. Ekranga taklif qildim. Ve ahırda bu netice bilen biz 4 teşkilattan yoki 3 teşkilattan 4 kishi qatnashyapmiz. Az Dünya Uyghur Qurultayıdan Ferhat Muhammed efendim bu telefonda qatnashadiganligini dedi. Germaniya yo'lda ekan to'q. Siz qurilmoqchi bo'lgan Sharq Turkiston Mustaqillik harakati tashkilotininki tayyorlik komitetininki a'zosi, masalan, Turmahmet Hashim efendim. Mavu qarindishimiz Ali Pervaz qarindishimiz Uyg'ur Akademiyasining a'zosi ve Abdulhamid Qaraxon efendining vakili sifatida degan bu nimaga qatnashyapti suhbatga. Baxtiyor qarindishimiz burun tashkilot qurgan, oldida lider bo'lib mangan, uningdan keyin tashkilotlarning ba'zan xato yo'lga kirib ketganligini ko'zda tutib, siyosiy sohadan bir mezgil chekinib, hozir puhrolik shaklda bu suhbatga qatnashyapti. Bizim bir puhra hesapta. Yani ekranda bütün teşkilatlarının rehberler bir yer kelish kerak, puhralarni chiqib ekranda so'zlash kerak, telefon qilish kerak. Bu şu Facebookda adam tilovatganlar nima uchun hozir naq maydonga telefon qilolmaydi? Demak, ularning ojizligi, ularning ilmsizligi, johilligi, qo'rqonchoqligi. Hozir mana telefon qilib, qarindishim, ma tashkilot, ma shaklda bu to'g'ri bo'lmadi. yoki ma rahbar to'g'ri qilmadi degandek ilmiy so'zlar bilan qilsa, biz rahbarlarni ekranga taklif qilamiz va buni ochiqlab bering deymiz. Amerikada bir odam Donald Trump qarshi gap qila oladi, tanqid qila oladi. Masalan, Turkiyada Tayyip Erdo'g'onni ko'chalarda tanqid qila oladi. Yaponiyada shundoq. Gollandiyada mesela mush davlatning başbakan nimisine baş ministeriga her qanday bir puhra oldin to'sab, qo'lini ko'ziga mundaq qilib turib tanqidlaydi. Endi bizga kelganda nima bo'lib, endi bu rahbarlarni tashkilotlarni tillaymizki, ochiq yo'ruq ilmiy bir shaklda tanqid qilolmaymiz. Endi biz kim, endi biz boshqa bir nimaninki planetning odamlari emasmiz. Biz buningdan keyin o'rganishimiz kerak deb asli hammanglarni ayrim ziyorat qilsam, har kun men bu yerda programma qila olmayman. Har kuni 2-3 programma qila olmayman bir kunda. Ammo tashkilotlarning rahbarlarini, fuqarolarni, yoshlarni bir yerga ekildi deb degan 4 kishini ekranga keldik. Dünya Uyghur Qurultayıdan Erkin efendim telefonda qatnashdi. Hozir Ferhat Yo'ronqash efendim qatnashmoqchi. Ya'ni bir birlik, hamkorlik hosil qilish bir ekranning yuzida. Buning uchun biz to'g'ri bo'lgan bir hamkorlik va tanqid taklif qilish usulini o'rganaylik deb biz ekranni ochdik qarindoshlar. Herkesin bir yerga chiqib
Hammaylar o'zimizning hikoyasini aytib tushib ketadiganға chiqmadik bu yerga. Xo'sh. Bununğa nisbatan men Baxtiyor qarindishimizning bir fikrini olib baqsam, uningdan keyin temani boshqa yoqqa yetkazsak deb o'ylayman. Mushu to'g'rimi hozir qilayotgan gapimiz tashkilotlarning boshliqlarini, shaxslarni bir fikran olib kelib, bir hamkorlash kayfiyati yaratishimiz to'g'rimi? Bu bir unum beramdi bu to'g'risida bir o'zing fikrini o'tirib qo'yib baqam bo'lsin. Marhamat. To'g'ri qo'llayman. Chunki bu bizning da'vo hozir qutuldirib qilish tegishli bir da'vo. Xalqimizning azob chekayotgan azobni og'ir. Buni hammamiz hamkorlashib qo'limizdan qanchalik ish kelsa qo'llanib bu da'voni qutuldirish kerak. Masalan, fikrlar oldi. Biz cho'qim fikr qilishni o'rganishimiz kerak. Hammamiz erkin fikr qilishimiz kerak. Ko'nglimizdagi bor gaplarni deyishimiz kerak. Ammo bizdagi kamchiliklar boshqa birisning fikri bizdan ko'nglimizga yoqmasa, unga zarb beramiz. Uni siqishtiramiz, qo'g'laymiz. Yoki mening fikrimni cho'qim qabul qilish kerak degan bir diktator liderimiz bor. Bu yerda butun hammamiz to'g'ri fikr qilishimiz kerak, fikrlarni qabul qilishimiz kerak ekan, bir-birimizni qabul qilishimiz kerak. Bu yerda ba'zi bir ko'zga olmagan odamlardan alayda iqtidorlar chiqishi mumkin. Ko'milib qolgan insonlarimiz bo'lishi mumkin. Bu yerda tashkilotlar yoki tashkilot liderlari faqat men deb har qanday ya'ni monopol qilib kontrol qilishga bo'lmaydi. İçib yetişimiz gerek bu dava işimizni. Yani hozir chet eldagi tariximiz Abiyam Erkin Ahmet Efendi degandek uzun, hali uzun bo'lib qoldi hozir. Boshqa millatlardek uzun bo'lmagandimi, ammo shu uzun mezgilda yetishgan yoshlarimiz va yetishgan odamlarimiz va Uyg'urlardan Abiyam deyilib o'tib ketdi, ya'ni nurg'un akademiklarimiz bor. Ilm saviyasi yuqori o'qigan, nurg'un qobiliyatli odamlarimiz bor. Bu davoning ichiga kirmaylik. Yani bular nima uchun kirmaydi? Bularni tadqiq qilishimiz kerak. Bu davarimiz bizningki milliy davarimiz o'qigan, yuqori saviyali akademiklarning biriga kelish bilan bo'lganda texnik yaxshi natijalar chiqib deb qarayman. Dedi Yaponiyaning kim bu? Nayt yaxshi fikrlar bo'ldi aytmayag'i. Masalan, kim nima qila olsa, shuni qilish kerak, uni menimcha cheklamasligimiz kerak. Masalan, akademik bolalar Turkiyada ma'rif ishlarini qilyapti. Her kim nima qilish kerak bu millat uchun. Hammamiz qo'limizdan kelganini qilishimiz kerak, ammo bir-birimizga ziddiyat olmasligimiz kerak. Ziddiyat olgan nimamiz bor. Fikrlarni qo'llashimiz kerak. Ya'ni ham yuqoridagi cho'nglarimiz degandek biz diktator ideyalarimizni chiqarib tashlab, haqiqiy bir demokratiya ideyani yo'l qo'ysak, kişisellikni yo'qotib, umumilikni yo'l qo'ya olsak, endi bu bir qabul qilish kerak-ku, bu chunki bu bir insonga Allohningki shunday bir yaratgan-ku biz insonni, bu dindor bizning cho'nglarimiz undan biladi. Ya'ni Alloh Odam alayhissalomni yaratgandilar. Bu hasadxo'rlik, ko'ranmaslik bu narsa tan yaralgan. Onun uchun odam iblisning ziyonkashlik bilan yerga qo'lindi. Yani bu burundan bak Adem Aleyhisselam'ın ikki oğlumu bir-biriga bo'lgan ziyonkashlik, bir-birini ko'ranmaslik, hasadxo'rlikdan bo'lgan. Ammo buni kim Hüseyin Qarajim undan bo'ldi tajalli. Biz Allohga sig'inishimiz kerak. To'g'ri yo'l, amal va to'g'ri yo'lda menishimiz kerak. Ziyonkashlikka uchragan qarindoshlarimiz mushu nuqtani ko'zda tutib, bu bir insonda bo'lgan bir xislatkan bu. Buni men to'g'ri tushunay. Bu hasadxo'rlik yoki bir shaxsiy adovatlar menga hujum qilayotganmiz. Men buni kechiraylik deb kechirimchanlik bilan umumiy o'tir yo'lda mang'alsak, mening bu fikrim cho'qim birlikimiz amalga oshadi deyman. Avayam demak bu inson deki bir bizda xususiyat azroq bir bizga omad kelsa yoki bir huquq kelsa o'ng'ay ozidi inson. Bu insondagi bo'lgan nima qonuniyatimdi bu. Buni ba'zi odamlar bundan ko'rib bu odamlarga zarb beramiz. Hammamiz shuni to'g'ri tushunaylik. Huquq tekkanlar, omad kelganlar yo'qlab ketmaylik, Allohga sig'inaylik. Bularning xatoligini ko'rganlar biz tuzataylik bularga. Bularga do'stona, ya'ni haqiqiy do'stlik bilan radiyamizni beraylik. Bularning xatoligini tuzish uchun ishini tatib qo'yaylik. Lekin bularni og'izda yo'q degandek
haqoratlamaydi. Bu insonlar tuzalmaydi. To'g'ri o'rniga kelmaydi bu hech qachon. Bir insonning men shu chet eldagi uzun yil jamoatchilik tashkilot hayotini tushunganim nima deganda birsiga qandaq bir inson yaxshilik qilsa ammo uning bir qitim ko'nglini qattiq ranjitsa bu ko'ngli ranjigan inson ma'lum bir amallar bilan undan o'chilish uchun harakat qiladi ekan. Ya'ni qarshidagi ranjitgan to'g'ri gap qilayotgan taraflar uning noroziligini bir yerlardan bir yer qiladi ekan. Shunga amal va fikrim abiyam kim degandek Hüseyin Tecelli degandek kam qilsak yüzüge dost jığıltıp eta düşman küldürüp deydi. Biz hatalıkını düzeltsek, o insan bu hatalıkını kabul kılsa, samimi olsak yani asas değerliğine menen samimi olsak emimiz. Bütün şahsiyetçiliğini yakıp tutaşıyor. Birinci dinimiz, ikinci vatan milletler şahsiyetçiliğini taşısak, mayli her kandak teşkilat olaylı, her kandak idealik insanlar olaylı. Bir noktamız var çünkü bizden, bir nişanımız var. Bir ekilerleyimiz deyim. Şuna. Allah razı olsun. Muşu Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm Esselam Ferhat efendim. Ve Aleyküm Esselam. Tecelli efendim. Qanday ahvaldir yaxshi, selametullah. Yaxshi, alhamdulillah. Biz hazır muşu naq meydan programı qılıvatımız. Herhalde haberleri var. Hoş. Muşu teşkilatla otursak hemkarlık meselesi. Onun dinki muşu neç gündün beri şahsen muşu tünügünden beri bireylendim. Ben WhatsApp topuda kurultay azalarını hakaret kılıp takatkan sözünü anıldım. Bu bana resmen iyi geldi hem de. Meyli kandalık olsun kurultay, Dünya Uygur Kurultayı mevcut bir halkara birleşken bir teşkilat. Bunu ilmi noktadan tenkit kılmay, ilmi teklif fikirlerini beğenmey, hakaret sözünü işletip bana bu şunda kılıçları hem de bu bizdenki bugünkü kızık zamandaki ziddiyetlerini takım ulgaytırdı hem de. Çünkü bunun nispeten Dünya Uygur Kurultayı'nın ki en mühim kolluk azalardan birisi hem de bir qancha vazife bilan ketayotgan bir shaxs. Bunun bir sizning so'zlarini anglab baqqanba ham bugungi programmadagi maqsadmi shu bir qancha tashkilotlarningki rahbarlarini va a'zolarini bir yerga kelib tashkilotlar o'tirishida hamkorlik masalasini maslahat buningga markazlashib qoldik hozir. Sizning bir so'zlarini anglab baqay bu to'g'risida. Rahmat Tecelli ustoz. Allah razı olsun. Söhbət qatnaşqan bütün qındaşlarımızға alaysalam etimə yürekli salam yollayman. Biz hazır mən səfər üstüdə hazır. Biz səfər üstüdə Germaniyanın München şəhərindəki qardaşlarımızda 60-70 təqrim etmişmiz. Çünki ərkəkdə Germaniyanın paytaxtı Berlin'də bu Xitaydan Germaniya oturusida iqtisadi taraqqiyot Soda diyalogu ötürülmekçe Xitay'ın baş ministri Li Keqiang erkek keldi. Şunun için biz onun narazılık bildiriş məqsədi də biz hazır mana München'den biz keçilib Berlin qarab yoluna ketib atımız 600 kilometre keçişi yol yürüp biz erkek Xudayın birisi 8:20'da Germaniya baş ministerliğinin aldığında namayış oldu. Şəhərdə Dünya Federasiyası Millətlərin Qo'llash Təşkilatı bilan birgə namayış ötküzümüz. Yani bu katımkı namayışımızın asas məqsədi nima? Yani Germaniya hükümetinden müşü bu katımkı diyalogda Şərq Türkistan'daki ceza lagerleri meselesine alayı tutulğalış. Hem Xitay hükümetindeki bu ceza lagerlerini derhal tapaş talepmiş hem bu vakti besim işletişine biz asas məqsəd nişan kıldık. Ve tünögün ilişkin Germaniya baş ministri Merkel Hanım'a məxsus mektup yolladık. Niye Avrupa Kultinin ve bu müş talepli olduk. Onun dikine yani okşaş vakitte Germaniya parlamentde insan bir konstituma məxsus müşahede məxsus rapor bilan birge taleplerimizni oturup koyduk. Bunlardan icabi cevap var. Şunun için biz az seferden ketib atımız. Xuddi sizler ötkendek biz hazırki bu bulayotgan qo'llash tartishda qurultayga qilinayotgan bu hujumlar hakikaten bu milliy kurash tariximizdagi bir tragediya. İçiniş bir avvalda qarayman. Mana biz mushunda uxlamay Dünya Uygur Kurultayı'nın reisim bayinimda Kurultay'ınki Germaniya bütün merkez karakterler hemimiz ketib atımız Berlin'de muşir ketib atan vaqtlarda saatlarda yani Dünya Uygur Kurultayı'ya karşı ağır derecede İstimai taraflarına ağır derecede hücum var. Bu bizden ait hepsilandırdı.
üzdü. Hakikaten naite içimdik hem de. İçimdik. Bu kitle pasattan ne var? Dünya Uygur Kurultayı ceza lagırlarının ki takılışına karşı diyen kampanyanı başlamadı. Bu insanlar, kene bu insanlardaki vicdan, kene bu insanlardaki gurur, bütün töhmet, böhtan, kitle pasatlarla halkımızda oldu, halkımızın gözünü buyap bir yerde. Biz hayran kaldık. Bu şu ceza lagırları meselesi Utturga çıkkandan tartip Şark Türkistan'da hazırlıkça bu mesele Dünya Uygur Kurultayı'nın en asaslı gün tertiplerinden biri olup geldi. Biz hiç gündüz bütün iktisadi gücümüzle, halkara münasebetler gücümüzle, bütün gücümüzle muşu meseleyi karattık. Hazırlıkça, meyli Amerika parlamentoda olsun, Çıkışlar Ministerliği de olsun, ya ki devlet işleri komiserliği de olsun, Avrupa parlamentoda olsun, Avrupa İttifakı'da olsun, BDT'de olsun. Hiç gündüz bununla gayretli bakınız. Telefonbaşı 5. yıl günü bilirsiniz, okşaş vakitte yana 7. yıl 9. gün Değişen günü Xitay bilen Avrupa İttifakı otursa 36. xetimlik işte hukuk diyalogu ötküzüldü. Bu sebepten 5. sıra verip bizimki kurulduğumuzdan reis Dolkunay Efendim atayken Avrupa İttifakı Taşkışlar Komitesi'nin teklifi asasen işki metni yığını verip bu Şark Türkistan'daki ceza lagırları meselesi hakkında tefsir doklat verdi ve yazını doklat sundu. Ülkeden rahmet sağlık damlalar nemur siyagan nurgun insanların ki hakika ahval eksettirilge resmi yazma doklatını sundu. Ne kayıt gelip biz yine Berlin'de bu işe gidivatimiz. Ancak bu şimdi bir şeraitin üzerinde bazı münafıkların ki tigitekte malum olmayan karanlık insanların ki bütün bir yerde Dünya Uygur Kurultayı'nı teşkil edeceğinin parçalaş, Dünya Uygur Kurultayı'nın ki halkımız içindeki izzet örgütünü düşürüş, bütün etpirvatkan bazı bir yerde naite işbaz hareketleri bizne naite içindeydi. Bir yerde halkımız sergek oluş gerek, uşar oluş gerek, uşar oluş gerek. Bir yerde biz bazılar şu fitnet pasakta kılıdı. Amerika'da sağlık hudayar Bilal İbrahim Türkistan'ın başlıkındaki vatandaşı ve gururluk, vicdanlık, imanlık yaşlarımız bir yerde yaşlı hareketine başladı. Biz bundan nahit suyunduk, Dünya Uygur Kurultayı buluştuk. Nahit suyunduk, koşulduk, gururlandık, çıkarlandık. Ama bazı endişelerimizden oturup koygan namaş başını bir günlük. Bu endişelerimiz ne? Bazı yaman niyetli insanlar, kurultaydan öç alıdığan, kurultaylıkından ki bazı rehberlerinin öçülüşüne maksat kılgan, Amerika'daki Uygur Birliği Teşkilatı'nın rehberlerinin öçülüşüne maksat kılgan bazı insanlar kudu naiti okşagan bir tabak polağa ulaşkan çivin okşaş, bu Allah'ınki şereflik monbirgi oluşu bilir, bu yere oluşu bilir, bütün kişi bilen Xitay bir taraf katbilir, her güne Dünya Uygur Kurultayı'na, Dünya Uygur Kurultayı'nın rehberlerine Amerika'daki muntizam faaliyetler pervatkan Amerika Uygur Birleşmesi'ne ve bir yerdeki Allah bizim asas siyasi faaliyetlerimizge karşı bir yerde kılgağsız hakaret, tövmet, bürtallah bile hücum kıldı. Bu yaşlarımızdaki bu samimi niyetler, ulu gayebilen, pak niyetle başlayan bu hareketini özlerinin rezil maksatları, çıplak maksatları için suistimal kılışka uğrunda. İlmi Allah bu yaşlarımızga akıl vergenken bu yaşlarımız bunu sezdi. Bunların bu çıplak niyetten tutup yetti. Hem hazır bazı insanların yerde alayetma sözleşini çeklevatıdır. Biz bu yaşlarımızdaki faaliyetlerine muvaffakiyet tilaymiz. İnşallah biz bunun dikkat bu yaşlarımızdan boğan hemkarlığımızı bir yerde küşeytimiz. Şunu bir yerde bazı insanlar var halkımız agah oluş gerek değişimlik sebep şu. Bir yerde kasten bu Xitay'ın birinci numaralı düşmanlarının kim? Bir yerde Uygur milliyetinin halkaradaki Türk oturan Dünya Uygur Kurultayı. Şunu bütün kişinin bu Dünya Uygur Kurultayı'nı parçalaş, şikayetini bölüş, Dünya Uygur Kurultayı'nın halkımız içindeki obrazını konuklaştırışken bunun farkı vardır. Yeni bir cihetten Amerika'daki Uygur teşkilatlarımız ve Amerika'daki Uygur siyasi faaliyetlerimiz yeni Xitay'ın gözü kadar olan yok. Çünkü Amerika'nın ait mühim değil. Yeni ulanın yerdeki itibarını düşürüş, Amerika'daki Uygur Birleşmesi'ninki bir yerdeki izzet hürmetini düşürüşün hareketli vatıdır. Şu an bununla ait uşar oluşumuz gerek. Biz herkes bu yaman niyetli insanların, bu insanların ki kurulda temet yapılavatkan, böten yapılavatkan, fitne fasat verivatkan insanların kalbide vatan millet yok. Bunlar kandak milletçe. Bunların nemisi de vatandaki cezalar lagırları yok. Bunların kömürde vatandaki ceza lagırları yitivatkan milyonluğa halkımız yok. Bunların bütün derdi neme?
Kurultaydan öçeliş, kurultaydan rəhbərlərdən öçeliş, şəxsi öçelişlər milli mənfəətdən üstün qoyulan insanlar. Şunun için şu halı kapkağa insanlar. El-Kısas binalar daydı var. Şunun için bir yerde halkımız, bütün halkımızın ben bir şeyde sizinki bir ekranınız artık bir yerde kitap bulamam. Ben dünya hukukinden bağlı reis buluş sıkıntımlar. Kurultayımızdan reisim var. Dini işler konusundaki ki müdürüm var yanımda, sorunacım. Kurultay fondunun reisi Abdülcül Ahmet Karacım yanımda var. Kurultay teşvikat konusundan müdürüm yanımda var. Ve 60'ın artık bir yerde kendisimiz 30'u ketibatımız vermek taraf, yol taraf. Ketibatımız. Şunun için bu noktada ben bu şey fırsattan bayıldım. Kayıtlı bir esker çıkışını mağlup gördüm. Çünkü ben 30'da başka tarzı yakşı anlamını da oylayayım ben de. Ya avazınız şundan yakşı, Allah razı olsun, rahmet. Nayette güzel bir cümle buldu abay. Hazırki yaşlarının hizmetininki kollab kuvvetlevatkallıklarının ifadesini bugün İşkiran'da kıyırındaşlarımız yanı bir kayıtım anlayan oldu. Çünkü bunu İşkiran'da inik ve kayta oturup koymakça meydan başkalarına kılıp başkalar bundan faydalanıp bugünkü yaşlar hareketi bilen kurultay oturысы da bir ziddiyet nemesini götürüp çıkmadı diyor bir kısım insanlar. Bunun için bana bu şunda uçuk düşündürüşler bilen bizde düşünüş asıl oldu. Doğru düşünüş asıl oldu inşallah. Bunun denkin ittifaklaşışımızda bir doğru tonuş asıl kılımız inşallah. Yani bir nokta var eski bölümünün. Bunların hemmisi bölüşüşümüz gerek. Kurultay bölgecilik kılıbatıdır. Böldü, parçaladı, birleşimiz diye şu an güdürevatıdır. Şu an güdürüp çıkmatıdır. Ama oylap bakın hazır. Bu çetelde asaslı faaliyet yapırvattan birkaç teşkilatlar var. Vekil karakterli. Bu teşkilatlarla Dünya Uğur Kurultayı naiti yakından enkalış faaliyet yapırvatıdır. Dünya Uğur Kurultayı, Şark Türkistan Mağarip Cemiyeti, Şark Türkistan Ulemallar Birliği, Uygur Akademisi ve Türkiye'de faaliyet yapırvattan İstanbul'da merkezli olan bütün teşkilatlar ve başka teşkilatlar, oturaş teşkilatlar. Bu birleşseydi. Kim bilir birleşimiz mi? Birleş bakan bu biz. Yakında öteki Mağarip Cemiyeti'nden mesuldürü, Akademiye, Uygur Akademisi'nden mesuldürü, Ulemallar Birliği'ndeki mesuldürü, kurultayımızı kendi şantımızı ziyaret kıldı, sohbetleşti. Bunundaki kandak, emkarlığına kandak ekbiriş, üzere maslaşıp, Uygur davasına kandak ekbiriş meselesine kadar ait yakşı müzakerler de buldu. Sohbetlerde buldu. Her anda faaliyetten basışıp, bu lavlar basışıp hareket ettirvatımız. Basışıp hareket ettirvatımız. Eğer vatan millet faydalı iş olsa, niyeti doğru boğan, niyeti dürüst boğan, nişanı, gayesi, məqsidi inik boğan, bayrağı roşan boğan, her anda bir şey olsa, her anda teşkilat olsa kollavatımız. Başkalarının hem bizde kollavatıdır. Bizim 5 kişilik Brüksel'de namaç ötüzdük. Geldi, hürmet Sittim Türk Efendi geldi, Rabia Hanımız geldi. Başka bütün kurultayla terküdü, bomsun insanlar geldi. Bundan mı faaliyet ötüzge vaktinde elbette faydalı olsa, niyet dürüst olsa, samimi olsa, bayrağı roşan olsa, elbette dünya kurultayında bütün kişiler bunu kullanıp kuvvetleydi. Sayın Tecelli Efendim, biz Uygur Milliyeti'nden çetelde iki misyonumuz var, iki vazifemiz var. Birisi Uygur davasını halkaralaştırışına emel başlıyor. Bunu asasiyetine emel başlıyor. Yeni bir misyonumuz, yeni bir vazifemiz demek, çetelerdeki muhaciret yaşayan bütün Uygurlarını Xitay'a karşı teşkilatlar görüş. Şunun için bazı hata düşündükken, bazı hata teşvik kılıvatıdır. Bir teşkilat konusu kurultaya karşıyken, namayiş konusu kurultaya karşıyken de biz karşıyamayız. Bu halkımızda burada algısı bulunmaydı fitne fasatçılar. Bir yerde bayırdıdı. Xitay'a karşı bayrağı roşan, nişan roşan gayesi ine, halkara kanun prensiplerine hürmet kılan, özdürüp turvatkan devletlerinin kanunlarına hürmet kılan asas kurulgan her kanda teşkilatını biz kollayımız ve onunla emkarlaşıkla her zaman teyarımız. Kaçmayımız. Kanç köprülü teşkilat çünkü yakşı. Kanç köprülü çünkü yakşı. Yeter ki bunun da bizim birden bir düşmanımız Xitay olsun. Birden bir zerveriş nişanımız Xitay olsun. Bizim nişanımız onu zerveriş nişanımız. Zerveriş nişanımız üzere emez bir yerde. Birbirimizde arzulaştırış emez. Birbirimizde kötmekçaklık emez. Birbirimizde hakaret emez. Şunun için ben bunu bir yerde takipler bu işine mafuk gördüm. Bir yerde televizyon görmüş
qarindoshlarimizningki to'g'ri tushunishini umid qilaman, chunki men safarda biroz balki ba'zi masalalarni o'tirib qo'yamiz deb o'ylayman. Ya rahmat, shunda yaxshi so'z bo'ldi. Bo'labmi shu qurultayning ustidan bo'layotgan xato tushunishlarga oid yaxshi bir ochiqlama bo'ldi. Agar oxirgi so'zlar bo'lmasa, men telefonni taqayman. Qaytib qo'yadigan so'zlar bor. Rahmat, unda bo'lsa biz shu hafsizlikka hamma qarindoshlarimizningki o'zlariga va ekran oldidagi butun qarindoshlarimizga salom va shunday bugungi suhbatdagi qarindoshlarimizga qayta salomimizni yo'llaymiz va suhbatinglarniki muvaffaqiyatli bo'lishini tilaymiz. Rahmat tajalli efendim. Bo'ladi, Alloh rozi bo'lsin. Parat efendim o'zlariga oq yo'l tilayman va atroflardagi Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun İsa efendim ve Turg'unjon Alavuddin ve onundan başka rehberler, onundan başka ergişip namoyish uchun, xizmat uchun mangan şu qarindoshlarımızın hemmisiga oq yo'l tilayman. Allah sizlarga razı bo'lsin. Xotirjam berib, xotirjam qaytib kelishinglarni Allohdan tilayman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Allah razı bo'lsin. Ferhat Yo'ronqash efendimni naq maydonga so'z qilib, o'zininki maydonini, ya'ni qurultayning, Dünya Uyghur Qurultayı'nın maydonini bizga ifodalagan bo'ldi. Demak, fitna terayotganlar uchuq, yo'ruq holatda kelish lozim, haqorat qilmaslik lozim. Mana bu shundoq uchuq yo'ruq so'zlar bilan biz bir-birimiz tushunish hosil qila olamiz, bir-birimizga muhabbat hosil qila olamiz. Men nayt xush oldum, suyundim. Vaqtimizni bir yerga beryotdi. Men endi oxirgi so'zlarimlarni ilishga boshlasam, qarindoshlarimiz nurg'un inkoslarni yozibdi. Men telefonni ilish jarayonida bu inkoslarning muhimlarini men qarab chiqib o'qib bersam, qolganini sizlarning so'zinglarning oxiri bilan programmani tugatsak deyman. Ali Pervaz qarindishim, sizning men oxirgi so'zingizni olay. Undan keyin doktor Turmamat Hashimninki so'zini ilib va Baxtiyor qarindishimizning so'zini olgandan keyin programmani oyoqlashtirsam deyman. Yani bu cihat qaytib qo'ydiganlaringiz. Ko'p rahmat. Hamkorlik masalasida. Xo'sh. Nayt yaxshi bilan fikrlar o'tirib qo'yilyapti. Ferhat Yo'ronqash efendim yaxshi taklif fikrlarni va tushunchalarni berib o'tdi. Bu birlashish, birlik degan bu atalg'u ham hech kimga bir yusurun emas. Tarixdan buyon bir ta'kidlanayotgan, eskartilayotgan bir ish endi. Tarix qaraydigan bo'lsakmi, o'z vaqtida 30-yillik qurilgan Cumhuriyet bilan 40-yillik qurilgan Cumhuriyet ichidmi? Birlashishning bo'lmasligi tufaylidan nurg'un fojialar, shunday ahvollar bo'lgan. Masalan, uch efendimchilar bilan g'uljilikka viloyat inqilobiy askarlar, qahramonlarning rahbarlari bilan birlashmaslik. Bu oraliqdan dushmanninki suiqasd bilan, hiyla mikrlar bilan foydalanib ketish tufayli hozirgi shu ilchinishlik tariximizga yuzlanyapmiz. Çünkü bu birleşiş hem de bizning tarixda qanday birleşish ekan, bu nimasi bilishmaymiz. Men bu nurg'un tarixlarni o'qidim, lekin biz Uyg'ur tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu uzun bir tarixga bu birleşish degan ish. Lekin dushmanlar yaxshi foydalanib ketdik. Bu to'g'risida men bu bek jiq to'xtalmay. Ham oxirgi so'z bo'lg'achqa ba'zi masalalarni hamda bir plan nishonlarni to'g'riliq bir qilayim. Bulupmu mana Uyg'ur ziyolilarininki Uyghur Akademiyamiz bilan bundan keyingi shu vatan millatning xizmatiga o'zini atash, o'zini bag'ishlash, shunday bir ro'yini texnik kuchlantirishga chaqiraman. Bu Uyg'urlarning dardini Facebook'dagi yoki WhatsApp yoki ijtimoiy tarmoqlarda Uyg'urlarning dardini Uyg'urlarga anglatish, Uyg'urcha yozib, Uyg'urcha bunday xabarlarni berish nihoyat jiqindi. Bu atrofdagi davlatda, har qaysi davlatda yashayotgan shu til yozib bo'yicha xabarlarni xalqaro medialarga, gazet jurnallarga berish nihoyat oson bo'lyapti. Bu Uyg'urning ishini faqat Uyg'urlik qilyapti. Boshqa yerga anglatish nihoyat cheklikda bo'lyapti. Undan boshqa shu ziyolilarniki doktor, aspirant professorlar nihoyat ko'p. Har kishi o'z oldiga yetarli bir vaqtni chiqarib, bo'lmish kitob tarjima qilgan o'ziniki har qaysi davlatdagi til sistemasi bilan har qaysi kitoblarni bu chunqur ma'niga ega maqolalarni mo'min umumni chiqish deymiz va yoki yav gaplar degandek nurg'un maqola asarlar bor. Noyda donliq.
shularni bir Uyg'urchadan har qaysi davlatga yoki inglizga yoki niderlandcha va yoki boshqa davlatlarning tillari bo'lsin tarjima qilib shu rayondagi nashriyat organlari bilan bo'lsa aloqa qilib shunday bir besiq chiqish orqali har bir davlatimiz Uyg'ur masalasini ilmiy shaklda shunday anglatish shunday bir kishilarniki yashayotganligi chunki bu Yevropa bo'lsin va yoki Amerika Kanada Yaponiya bo'lsin telefon yoki televizor qaraganda kitobni jiq o'qiydi kutubxonalar jiq bo'ladi kitobxonalar jiq bo'ladi gazet jurnallar har bir oilaga yetkaziladi shu mushtiyatda bir ozroq xizmatlarni qilsa deb o'ylayman undan boshqa shu televiziya kanallari abiyam deb o'tganimizdek shu chet el hayotimizda endi ona tilini ching tutmasak bo'lmaydigan ahvolga yetib berishlik chunki biz avlodlarimizga o'zimizni tunishga Uyg'urni tunishga bir belgilik darajada mas'uliyatimiz bor vatan millatning oldida o'zini tunuydigan o'zining Uyg'urligidan faxrlanadigan shunday bir avlodlarni yetishtirib chiqish bir mas'uliyatimiz bor buning uchun bo'lsa bir Uyg'urcha bir kanal Uyg'ur televiziya stansiyasi yoki ana til televiziyasi deb hozir bu bor lekin yine bir chek doirada bo'lyotidi shunday bir izchil shaklda uni Uyg'urcha bir karton film qo'yish Uyg'urcha bolalar programmasi ishlash tayin qilish bo'lsa har qaysi davlatlardagi mustaq yozliq lagerlarga o'rlashtirib bolalarni o'zlari tunishtirib fikr almashtirib bundaq Uyg'urlar degan bundaq tarixni an'anani bundaq tunishtirish bu orqali hozirgi bundan keyingi avlodlarimizni biz o'zining Uyg'ur bo'lganligidan faxrlanadigan o'zining Uyg'ur tarixini o'qiydigan o'zining Uyg'ur an'anasini his qiladigan o'rib odatlarini tushunadigan mustaq bir avlod tarbiyalashga biz Uyg'ur ziyolilari bo'lish sifatimiz bilan cho'ng mas'uliyatimiz bor deb o'ylayman professor doktorlar oz emas ularninki mushu jihatda hamda belgisiz darajada mas'uliyatni o'z ustiga olishini va yoki majburiyatni ado qilishni siyosiy jihatdan bo'lsin ijtimoiy jihatdan bo'lsin ma'rif sistem jihatdan bo'lsin belgilik bir xizmatlarni qilishni men taklif qilaman buni bir kollektiv shaklda qilish nima emas masalan Uyg'ur akademiyasi qilyotidi biz o'zimizni xizmat bilan yuraversak bo'laverdi deganlik emas har odam o'zining shaxsiy bir shaklda majburiyatini olib mansa bu orqali bir nishon aniq bo'lsa plan bir sistemlik bo'lsa bundan keyin shunday ilmiy xizmatlar yaxshi shaklda mansa shu orqali vatan millatninki shu bundan keyingi siyosiy yoki ma'rif jihatdan bo'lsin har qaysi jihatlarda belgili jihatda o'zining kuchini chiqarsa deb o'ylayman sizga ko'p rahmat rahmat Alijon qarindishimizdan Alloh rozi bo'lsin nihoyatda yaxshi bir plan loyihalarni deb o'tib ketgan bo'ldi Uyg'ur akademiyasiga vakolatan bu Uyg'urcha kanal masalasini zodi biz o'tirib qo'yapmiz buningga destek qo'llash izlayapmiz yaqin zamonda Alloh xolsa buning bir yangi bir qadami tashlandi shu vaqt kelganda e'lon qilamiz inshaalloh undaqda Turmuhammad Hashim doktor o'zining oxirgi so'zlarini olsam xo'sh rahmat xo'sh telefondan ba'zi qarindoshlar kirib o'zini tashkilotlarini tanishtirib gap qilib o'tdi bu nihoyatda muhim endi biz dunyoda hozir mavjud bo'lgan tashkilotlar uzun xizmat qilgan tashkilotlar mavjud endi albatta bu tashkilotlarninki qo'lga keltirgan natijalari bor shundan bir vaqtda yetarsiz taraflari xalqimiz rozi bo'lmagan taraflari undaq taraflar bor bu jihatda biz mush tanqid bilan tuhmat haqorat qarchaplash buni ayirib olsak bo'ldi bizda tanqid yetarsiz tuhmat qilish qarchaplash og'irroq bo'lishi mumkin xudo buyam Bilsanjon qorin deb o'tgandek tanqid qilishni biz o'rganishimiz kerak ilmiy tanqid qilishimiz kerak faktlik tanqid qilishimiz kerak u tanqid qilishimizdagi maqsad u inson yoki u tashkilotni vayron qilish emas balki ularga o'zining xato qilgan yerlarini ko'rsatib bundan keyingi xizmatlarda bu qilgan xatoliklarni tuzitib texmi to'g'ri texmi unumli texmi yaxshi vatan millat uchun xizmat qilishga ularni turkchilik qilishga haydakchilik qilishdi shunga bu jihatda biz
özümüzniki şu halkımızın içinden çıkan tanqidiy fikrlarga bo'lgan pozitsiyamizni o'ngishsaq bo'ldi. Hatta Xitoy Kompartiyasimi xalqdan fikr olamiz, tanqid olamiz deb yolg'on yuqtaq bo'lsa-mu, gap qilg'izdirchi. Endi biz bu demokratik tashqi dunyoda bo'lgandan keyin albatta endi ba'zi odamlarimiz qattiq gaplayotgan bo'lsa-mu, hattoki ba'zi gaplari amaliy ahvolda eshib ketgan bo'lsa-mu, uningga sabr qilib, oshnoq tanqidiy fikrlarga biz quloq solib, uning to'g'ri bo'lgan yerlarini biz qabul qilaylik. Agar eshib ketgan bo'lsa, o'z yo'lida o'zimizning tashlatini oqlaydigan shunaq bir bayonot beraylik yoki bo'lmasa uning bir tushuncha beraylik. Mana u tanqidga bo'lgan, atak tuhmatga bo'lgan javobmi ilmiy bo'lishi kerak. Bizni tuhmat qildi, bizni qorladi, u bu palonchi unday qildi, po'qinchi bunday qildi deb bilib ketsakmi, uningdan meliq bizning xalqimiz zerikib ketdi bunday gaplardan. Şuna bu jihatdan biz shu tashkilotlarningki yuqori qatlamda ishlar xizmat qilayotgan insonlar biz gap qilishimizda buni diqqat qilishimiz kerak. Bizning gap qilish saviyamizmi burunqidek shu paytda turavermasdan bir baldaq, ikki baldaq, uch baldaq yuqori o'rganishimiz kerak. Xitoy Kompartiyasi o'rganib olgan istilni biz hozirgacha yana o'zimizningki xalq millatga qilayotgan xizmatimizni yana shu paytda shu istil bo'yicha, shu pozitsiya bo'yicha, shu so'z qilish motivimiz bo'yicha gap qilsak, u vaqtida undaq gaplar hech kimning quloqiga yaxshi anglanmaydi. Shuni biz xalqdan kelgan inkosga birinchisi biz uni qabul qilishimiz kerak. Mayli u bak addir eshib ketgan tanqid bo'lsin, yoki natsizlik sifatida tanqid bo'lsin, uningga biz pozitsiyamizni o'zgartirib uni qabul qilishimiz kerak. Agar u qonunsiz tuhmat, qarchaplash, ochiq-ochiq haqorat bo'lsa, uningga masalan Germaniyada bo'lsa, Germaniyaning qonuniga asosan uni chora ko'rish kerak. Amerikada bo'lsa, Amerikaning qonuniga asosan uni chora ko'rish kerak. Agar Yaponiyada bo'lsa, Yaponiyaning qonuniga asosan uni chora ko'rish kerak. Biz qonuniy bu davlat yashayotgandan keyin shu davlatning qonunida agar sizga bir tuhmat qilgan bo'lsa, qarchaplagan bo'lsa, uni siz sudga arz qiling. Sud qilib turdi ishlarni. Siz televizorga chiqib bizni haqoratni, bizni tilida u bu deb kelsangizmi, u vaqtida sizning gapingizni kim anglaydi? Hech kimning qo'liga yoqmaydi bunday gaplar. Shunga biz qonuniy ishlarni biz qonuniy hal qilishimiz kerak. Masalan, bir shaxs yoki yana bir tashlatga tuhmat qilgan bo'lsa, qarchaplagan bo'lsa, uni shu davlatning qonuni bo'yicha hal qilganimiz tuzuk bo'ladi. Shunga biz shu tuhmat, haqoratga bo'lgan jihatimiz qonuniy va Qur'onni qo'llanganimiz yaxshi. Mana qo'shimcha deb qo'ying. Hamda bizningki bundan keyingi biz qurmoqchi bo'lgan tashkilot albatta bu Sharq Turkistonninki milliy mustaqilligini uzil-kesil amalga oshirishni maqsad qilgan bir tashkilot. Bizning bu tashkilotimizning maqsadi shu. Bizning nishonimizmi Sharq Turkistonni mustaqil qildirish jihatda biz diplomatik va boshqa har xil usullarni buning qo'llanib mangamiz. Bizning bu tashkilotimiz hech qanday bir tashkilot bilan ziddiyatlashmaydi, tirkishmaydi. Aksicha biz Sharq Turkistonning mustaqilligini nishon qilgan, mushuni g'oya qilgan, mushijiat xizmat qilgan, yoki bo'lmasa bizningki o'z taqdirimizni o'zimiz belgilagan huquqimizni amalga oshirish, bizningki inson haqlarimizni qo'g'dash, mushijiat xizmat qilgan tashkilotlar bilan biz albatta hamkorlashimiz, bular bilan birga xizmat qilib mangamiz. Hech zamon bizning bu tashkilotimiz ma'lum bir shaxs, ma'lum bir tashkilotni o'zining raqibi qilmaydi. Bizning birdan-bir dushmanimiz Xitoy. Bu jihatda bizning prinsipimiz nihoyat aniq. Endi ba'zi hozirgi bizning tashkilotimiz qurilish jarayonida ba'zi bizning tashkilotimizning ichida tayyorlik qilayotgan ba'zi insonlar ba'zi gaplarni ortiq qilgan bo'lishi mumkin. Endi bu bizning tashkilotimizga vakillik qilgan bir so'zlar emas. Bunga biz yo'l qo'ymaymiz. Bizning tashkilotimiz qurilgandan keyin bizning amaliy ahvolimizni shu vaqtda baho bersangiz bo'ladi. Bo'ladi.
Allah razı olsun, rahmet. İnşallah şu teşkilat kurulan zaman yani ekranında görüşümüz teşkilatınınki kuruluş sebebi, onun nizamnamaları, onunki hizmetler doğrusu şu vakti yana sizler bilen yani kaydeden paranlaşımız inşallah. Ben sözünü Bahtiyar Şemşin efendim gibi etsem, ahırki sözlerini alsam, onun dinkin programımızdan yaklaştırsak değil mi? Rahmet. Yukarıdan ait yaxshi sözler oldu günüşlük. Ondan gaplar bo'lyapti. Mening tavsiyam, fikrim kelgusi uchun millatimizningki barliq taraqqiyot uchun plan tuzayli, projekt tuzayli, yaxshi ishlarni qilayli. Oldinga qarab mangayli. Masalan, bu Turkiyadagi bizning akademiyalar birligi bir qancha planlarni o'tirib qo'ydi. Tashabbuslarni o'tirib qo'ydi. Shundaq yaxshi bir tashabbus kelgusi undan projekt planlarni o'tirib qo'yib, hammamiz oldinga qarab mangayli, ya'ni ushaq gapni tashlab faqatla oldiga qarab vatan uchun bir ishli qilsak, menimcha butun amaliyat tugaydi deb qarayman. Har xil fikr ixtiloflari bo'ladi. Bunga endi bizning dushmanimiz Xitoy pek cho'ng bir davlat, odatli bir davlat emas. Ammo uningdan cho'ng bizningki egimiz va yaratuvchimiz va Alloh va biz bir niyat, bir maqsadda samimiy, umumiy demoqchi bo'lganim faqatla hammamiz dilimizga samimiylikni o'rnatsak, samimiy bo'lsak, bu hech qanday izlab qolmaydi deb o'ylayman. Yaxshi ishlarni qilamiz deb o'ylayman. Allah razı olsun. Rahmet sizlerge. Bu qarindoshlarimiz bir qancha savollarni so'rabdi, ammo bizningki bu nima bilan jiq munosabati yo'q ekan. Masalan, adolat tursin degan qarindoshimiz savollarga javob bermam sizlar debdi. Sharq Turkiston marshini 1 minut qisqartirish bo'lamdi. Qayta retlab jalliqroq udarga keltirsak degan bu suhbatga pek jiq munosabat yo'q ekan. İnşallah kelgusi zamonda buni yana rahbarlar bilan bir ikkilamga kelgan vaqtimizda bu savolni unutib qolmay yana o'tirib qo'yamiz inshaalloh. Undan boshqa inkos yozgan qarindoshlar bor ekan. Hüseyin Tecelli efendim, sizlarga ikki kelima so'z, da'vo so'zining o'rniga kurash so'zini ishlatsangiz, ba'zi turkcha atalg'ularni aralashtirmasdan sap uyg'ur tilida so'zlasangiz debdi. Inshaalloh biz bunga tirishimiz aziz qarindoshlar. Bu turkcha so'zlar uyg'urcha so'zni pek iliq dushmandek, xitoycha so'zdek ko'rib olmanglar. Dava sözü Uyg'urchadimi bor, da'vo qildi degan gap. Shunga qilib kallangni taqavanmanglar, ammo ba'zi turk so'zlarni ishlatishimizda shaxsan men turk jamiyida imomlik qilaman, bola o'qitaman, turkcha va'z so'zlayman, turkcha konferans beraman. Buning uchun davomli turkcha o'rganganligim uchun so'zlarim aralashib qoldi ekan. Ammo turkchilar uyg'urchani o'tgan qaytimmi jiq deyishdik, shu zaten degan gapmi shu uyg'urchadami tegi chiqib qoldi u gapninki. Shu nurg'un gaplar bilan uyg'urcha bilan tarixiy uyg'urcha so'zlardan bor ekanda, uning uchun bek turkcha uyg'urcha kelimalarni haddidan ziyoda bir-biriga qarshi zid ko'rib olmasligini umid qilaman aziz qarindoshlar. Oxirida boshqa ketib qo'ydigan so'zinglar bo'lmasa, hemen yana shu hamat, biz hamat deymiz, turkcha hemen deydi ekan. Ham shu gaplarimiz mana o'xshash aslında. Programmani taqsam bo'ladi. Aziz mehmon. Men bir og'iz gap aytib qo'yay. Xo'sh. Abim gap qilgan doktor Erkin Ahmet efendi va shundaqla Tarat Urunqash efendilarga men rahmat aytaman. Albatta bundan keyin biz burunmi hamkorlashib, sabdashlab ishlab kelgan. Bundan keyin biz boshqa tashkilot qursaqmi bu qarindoshlarimiz bilan yana hamkorlashib, yana qarindoshlar ishlab ketaveramiz. Bu jihatda bizda hech qanday bir masala yo'q. İnşallah. Allah razı olsun. Bu bir bek yaxshi bir gaplar bu-chu. Shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan kelgusida qurilmoqchi bo'lgan Sharqiy Turkiston mustaqillik harakati tashkiloti ninki birlashishi aslında tarixiy birlashish, ya'ni tarixiy hamkorlik deyli, birlashish degan so'zni ishlatmasak. Tarixiy hamkorlik deb o'ylayman, bu tarixiy bir ittifoqlashish. Bunun uchun hozirdan tortib bunga bir chiroq yoqishga boshlasak inshaalloh. Chiroqni mana shunda xalqning oldida chiqib, ishqirallarda tashkilotlar rahbarlar ochiq samimiy shaklda
o'zining qalbidagini ifodalasa, Avay Ferhat efendim mi dedi, biz yoshlardan faxrlanamiz, ularning qilayotgan xizmatidan qo'shildik dedi. Shuningdek, samimiy bo'lsak inshaalloh, chunki yoshlar bilan qurultay o'tirisiga va yoki tashkilotlar o'tirisiga ziddiyat silayotganlar bor. Bu ziddiyat cho'qim tugaydi inshaalloh. Kelgusida cho'qim tugaydi Allohga ishonma. Agar tugmasa xalq eng chiroyli so'zlari bilan bunga yordam qiladi. Unimizga besim qilishi mumkin. Beamal qilib qanday bir vositani ishlasak ishlatib tashkilotlar cho'qim hamkorlik yo'liga menish kerak deb o'ylayman. Hammangda Alloh rozi bo'lsin. Bu programmani ko'rgan qarindoshlardan Alloh rozi bo'lsin. Davomli o'xshamagan fikrdagi, o'xshamagan shakldagi qurilgan tashkilotlarning rahbarlarini, tashkilotlarni, o'xshamagan fikrdagi shaxslarni ishtirok etilishga tirishma va bu davomli suhbatimiz, programmalarimiz güzel şekilde devam qiladi. Yana bir qatimliq programmada ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu mehmonlarimizga Baxtiyor efendim, Ali efendim, doktor Turmamat Hashim efendimga mo alayhi rahmat aytaman. Telefondan qatnashgan doktor Erkin Ahmet efendimga va Dünya Uyg'ur qurultayining muavin raisi Ferhat Yo'ronqash efendimga mo alayhi rahmatini bildiraman. Hammangizga rahmat, ko'rishgacha omon bo'linglar. Rahmat sizga, Alloh rozi bo'lsin. Qarindoshlar, menga rahmat.